Geylar o'zi tug'ma bo'ladimi yoki Masturbatsiyasiz yasholmayman, уже kuchli qaramlik bu. Ertalabki ereksiya yo'qolishi bu xavfli emas. Qarsakcha sezdiradi, qarsakcha sezdiradi. Xuddi shunday jinsiy zaiflik butun umrlik. Ham semiz odamlar ko'rsangiz polovoy chleni ko'rinmaydi. Oynada ko'riladi. Uyqusida sperma chiqib ketadi. Siz bilan siyishingiz kerak-da bu aytishtirish uchun. Haftasiga 2-3 ta jinsiy aloqa stabilniy bo'lishi kerak. Qanday bu narsaga olib keldi? Nimaga desam, ana shu bitta blogerda anosini eshitdim. Doktor ekan u ham. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mehmonimiz urolog, endourolog, sportivniy farmakolog doktor Sodiqjon mehmonimiz, ustozimiz. Ustoz, taklifimizga rozi bo'lib tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Taklif uchun rahmat. Bugungi mavzumiz bizni erkaklarni qiynaydigan savollar, erektil disfunksiya va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar haqida barcha anonim savollar yozilgan. Ko'p erkak kishilar doktorga borishga uyaladi va bu savollarni bermaydi va hayotini xavf ostiga qo'yadi. Bugun shu savollarga, anonim berilgan savollarga birma-bir ustozimiz bilan javob berib o'tamiz. Siz Bu savollar va javoblarimiz birovni ustidan kulish yoki kamsitish uchun emas, bu ko'proq seksopatologiya deyiladi, ya'ni jinsiy buzilishlar, jinsiy kasalliklar va erkak kishining fiziologiyasi, organizmi ishlash haqida aytib o'tiladi. Bu aniq fanlardan olingan informatsiya bo'ladi hamda real faktlardir. Ya'ni bizga mijozlar keladi, klientlarimiz demaymiz, endi patsientlarimiz keladi, patsientlarda shikoyatidan olingan real hayotiy istoriyalar haqida aytib o'tamiz va bu bunaqa darajada buzilishlar bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerakligi haqida ham aytib o'tamiz. Albatta. Va podkastimizni oldindan aytib o'tamiz. Oila davrasida ko'rishni tavsiya etmaymiz. 18+ mavzular bor, savollar bor. Oila davrasida ko'rishni tavsiya etmaymiz. Mana ustoz, hozirgi kunda yoshlar ichida ko'p jinsiy zaiflik bo'lib qolyapti. Ko'pchilik yoshlar jinsiy zaif bo'lib bormoqda. Nima bu sabab? Nimadan kelib chiqadi? Yoshlarda birinchidan jinsiy zaiflik yosh tanlamaydi. Prosta hozirgi vaqtda, hozirgi 21-asrda jinsiy zaiflik yoshlarda ko'payishining sababi bu texnologik rivojlanish ko'pincha bo'ladi. Jinsiy zaiflikning sababi organizmda qanaqadir buzilishlar yoki kasalliklar emas, ko'proq bu psixologik muammo hisoblanadi. Ya'ni psixologik tarafdan yoshlarda psixogenna erektilna disfunksiya degan tushuncha bor. Jinsiy quvvatda impotensiya vujudga kelishi, erektil disfunksiya, quvvat yaxshi emasligi, mana shu hammasi ko'proq psixogenniy bo'ladi. Shuning uchun bu ko'proq miyadan kelib chiqadigan kasallik deb hisoblasa bo'ladi. Imенно yoshlarda ko'pincha. Imенно kasallik tariqasida keladigan, organizmda buzilishlar tariqasida keladigan jinsiy zaifliklar esa u hozircha juda kam. 1000 ta, 2000 ta, 10 mingtadan bittasida uchrashi mumkin. Lekin основной bu psixogenniy. Bu rivojlanish, ya'ni internet, telefon, informatsiyani dostupniligi, любой xohlagan narsangizni любой vaqt xohlagan joyingizdan topa olasiz. Mana shu narsani o'zi ham jinsiy zaiflikka keltiryapti. Ko'proq texnologik rivojlanish hisobiga. Agarda ertalabki ereksiya yo'qolsa bu xavflimi? Ertalabki ereksiya yo'qolishi, endi 1-2 marta yo'qolishi bu xavfli emas. Bu normada bo'lishi mumkin. Erkaklarda, o'g'il bolalarda zo'riqqan bo'lishi mumkin, kuchli siqilish bo'lgan bo'lishi mumkin, yaxshi uxlamaslik, 2-3 kun podrяд kuchli ishlab, kam uxlab, kam ovqat yeb, organizmda albatta charchoqdan keyin восстановление kerak. Organizm charchaganidan keyin u yoqda ereksiya haqida organizm birinchi navbatda o'ylamaydi. Tiklanish haqida o'ylaydi. Ya'ni o'zini zapaslarini tiklash, keyin уже ikkinchi muammo, ya'ni jinsiy muammoga energiya sarflanadi. Lekin yoshi 30 dan oshgan erkaklarda ertalabki jinsiy quvvatning pasayishi sistematik tarzda, ya'ni haftada 1, haftada 2 haftada 1, keyin yana tezlashib borishi bu yurak bilan bog'liq muammolar hisoblanadi. Agar yurakda muammo bo'lsa, erkak kishida jinsiy aloqa va jinsiy energiya, quvvat yaxshi bo'lmaydi. Agar yoshi 30 dan kattaroq erkak kishida mana shunaqa ertalabki ereksiya va ereksiya vaqti, jinsiy aloqa vaqti ham ereksiya buzilishi bo'lsa, demak kardiologga borib yurakni tekshirtirish kerak. Demak, ereksiya bilan bitta yuragingiz bilan ikkinchi yuragingiz bir-biriga bog'liq. Demak, yurak bilan bog'liq 30 yoshdan keyin. 30 yoshdan keyin, chunki 30 yoshgacha aslında yurak muammolari bo'lmaydi. Stress jinsiy hayotga qanchalik ta'sir qiladi? Stress jinsiy hayotga juda kuchli ta'sir qiladi. Juda kuchli ta'sir qiladi. Ko'plar kasalman deb o'ylaydi, lekin birinchi navbatda faktor bu stress.
Именно siz aytganingizdek ertalabki jinsiy aloqani buzilishi, то есть ertalabki ereksiya bo'lmasligi, jinsiy aloqa vaqtida ereksiyani susayib qolishi, o'chib qolishi deb aytaylik. Shu jinsiy quvvati yaxshi bo'lmasligi bu stressga bog'liq. Ya'ni stress vaqtida miya juda ham ko'p energiya yo'qotadi. Birinchidan, ikkinchidan stressga organizmimiz gormonalniy javob beradi. Ya'ni stress gormonlari oshadi. Stress gormonlari bu kortizol gormoni deb aytsak agar, kortizol gormoni oldingi выпускimizda aytib o'tganimizdek, testosteron gormonini podavlyat qiladi. Shuning uchun birinchi основной erkak kishini jinsiy quvvatiga ta'sir qiluvchi narsa bu stress. Mana erkaklarda erkaklik kuchini pasaytiruvchi kasalliklar bo'ladiki, boshida qanaqadir omillar kasallik. Erkaklar kuchini pasaytiruvchi qaysi kasalliklar birinchi belgisi bo'lishi mumkin? Jinsiy quvvatni pasaytiruvchi belgilar bu aytib o'tganimizdek yurak muammolari, yurak kasalliklari, ikkinchidan qandli diabet. Shunaqa bo'ladi-ku, qandli diabetda preddiabet degan tashxis qo'yamiz. Endi unaqa tashxis yo'q, ya'ni diabetdan oldingi holat. Bu holatda ham ereksiya susayishi bo'ladi. Masalan, ota-onada qandli diabet bo'lgan bo'lsa, naslda qandli diabet bo'lsa, yaqin qarindoshlar, yaqin ota-ona bo'lsa agar, demak, farzandda ham moyilligi yuqori bo'ladi qandli diabetga. Ereksiya muammolari bu qandli diabet yaqinda boshlanishi haqida ma'lumot berishi mumkin. Qandli diabetda nima buziladi? Qandli diabetda asorati bor bitta. Diabetichеская angiopatiya, ya'ni qon tomirlar o'zini elastikligini yo'qotadi diabet hisobiga. Bizlarda ereksiya nima hisobiga hosil bo'ladi? Qon hisobiga, kravotok hisobiga, oksid azot hisobiga kanallar ochilib, ereksiya hosil bo'ladi. Sosudlar, tomirlar yaxshi kengayish xususiyatini yo'qotsa, bu narsa birinchi belgisi bo'ladi. Va основном shu aytib o'tganimizdek bu yurak kasalliklari, qandli diabet va ayni bir jinsiy aloqa bilan yuqadigan yuqumli infeksiyalar ham vaqtincha jinsiy quvvatni pasaytirishi mumkin. Vaqtincha davolansa yaxshi bo'ladi. Keyingi savolimiz hozirda yoshlar orasida prostata kasalligi ham ko'payib bormoqda. Bu nimadan? Yoshlar orasida prostata kasalligi ko'payib borishi sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Sabablari ko'p. Birinchidan hozirda yoshlarda 18+ videolarda ko'rib masturbatsiya ko'payishi birinchidan. Bu qanday qilib buni mexanizmi qanday? Masturbatsiya bu noodatiy, qanday desam, notabiiy proses hisoblanadi va o'zini o'zi qozdirishda prostata bezimiz, prostata suyuqligi sperma bilan aralashib, mana shu 5 ta bezimiz bo'lsa, 5 ta bez suyuqlik chiqaradi, sperma bilan aralashadi-da, suyuq qilib chiqarib beradigan narsa. Masturbatsiya ko'p qiladigan bolalarda esa ular masturbatsiyani kuniga 2 marta ham, 3 marta ham, 3 kun masturbatsiya qiladi, bir hafta qilmaydi. Bu narsa bezlarni buzilishiga olib keladi. Ya'ni bezlar haddan ortiqcha ishlashga va vaqt keladi zastoy bo'lishiga, ya'ni organizm shunaqa narsa o'rganadi nagruzkaga. Masalan, masturbatsiya qilib yurgan odam, bir kunda bir, 2 kunda bir qilib yurgan odam prostata bezi ham, boshqa bezlar ham o'rganadi shu kunga, shu vaqtga prostata suyuqligini tayyor qilib ishlab chiqarishga. Masturbatsiya qiladigan bolalarda esa bu narsa buziladi. Ularda tartib degan narsa bo'lmaydi. Ehtiros, все, ereksiya bo'ldimi, masturbatsiya qilishim kerak. Mana shuni o'zi ham abakterial deyiladi bu ko'proq. Mana shuni o'zi ham prostatit kasalligini sababi bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, zastoyniy prostatit degan tushuncha bor xalqda, endi atrofda. Zastoyniy prostatit degani jinsiy aloqani tuzuk bo'lmasligi, to'g'ri bo'lmasligi. Masalan, sport bilan shug'ullanganingizda haftasiga 1, 2, 3 marta sport bilan shug'ullanasiz. Tartib bilan. Jinsiy aloqa ham tartib bo'lishi kerak. Ya'ni tartib deganda har kuni, через день, 2 kunda bir, 3 kunda bir tartib bilan bo'lishi kerak. Betartib jinsiy aloqa ham prostata muammolariga, prostata suyuqligi chiqishi bilan kasalliklar vujudga, prostatit kasalligini vujudga keltirishi mumkin. Uchinchidan bu gormonal o'zgarish va immunitet pasayishi. Gormonal o'zgarish va immunitet pasayishi bo'lganda organizmimizda hammamizda infeksiya bor. Mana shu infeksiyalarda hammada bor. Mana gonoreya deysizmi, papilloma virus человека deysizmi, hammasi bor. Masalan, любой joyga borib mazok topshirganingizda, PCR topshirganingizda hammasida sizda bor bo'ladi. Lekin borligiga qaramay bizlarga muhim ko'rsatkich bu soni. Masalan, ma'lum bir miqdor 10.4 gacha bo'lgan, bu normal hisoblanadi, siz kasal emas. Undan 10.4 dan yuqori bo'lsa, siz уже kasalman hisoblanasiz. U narsa nimaga bog'liq? Immunitetga bog'liq. Normada organizmingiz bu narsa bilan kurashadi. Ya'ni organizm normada o'zi kurashib, o'zi infeksiyani o'ldirib, siz masalan kimdir kasal bo'lib qopti-da 5 tasi. Endi istoriyalar bo'lgan-ku, masalan, doktor deydi, keladi-da bizlarga konsultatsiyaga. Doktor deydi, mana bizlar kecha 3 kun oldin ana bizni nima deydi, o'rtoqlar bilan 4-5 kishi borib
bitta qiz bolaga bordik deydi, jo'ram kasal bo'lib qoldi, men kasal bo'lib qolmadim deydi. Immunitetga bog'liq. Ya'ni kimdir da organizmi yaxshi kuchli holatda bo'ladi, kurashadi. Kimdir kurashmaydi. Shunaqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Sabablari shunaqa. Основном shu. Yana prostata bezi shamollashi, prostatit kuzatiladigan bemorlarda bir turi, bu ko'pincha bir 70-80% erkaklar mana shu shikoyat bilan keladi, prostatit shikoyati bilan, doimiy shamollash bilan. Bu namoz o'qiydigan erkaklar. Namoz o'qishga tahorat qilish kerak. Endi bilasiz, tahoratni обязательно toza bo'lib, tahorat qilib kirishingiz kerak. Da, tahorat qilib kirgandan keyin shamollash bo'ladi, shamollashda oxirigacha davolamaydilar. Davolagandan keyin sovuqda ham bir xil payti sovuq suvda ham endi ilojingiz yo'q. Masjidga borganingizda u yoqda issiq suv bo'ladimi, yo'qmi, tashqaridan olasizmi, tuz suvi harorati, tuzuk quritolmaysiz narsani. Mana shu namoz o'qiydigan, tahorat qiladigan insonlarda ko'pida prostatit bor, surunkali, doimiy davolanib yuradi. Unaqa bemorlarga bizlar prostata bezi kasalligi, prostatit qaytalanmasligi uchun tavsiyalar beramiz, lekin mana shuni o'zi ham doimiy o'zini odam shamollatadi. Lekin ko'proq immunitetga bog'liq. Jinsiy zaiflik, mana inson jinsiy zaif bo'lib qoldi. Bu umrbodmi yoki vaqtinchalikmi? Sababiga qarab, jinsiy zaiflik umrbod ham bo'ladi, vaqtinchalik ham bo'ladi. Aytganimizdek, diabet kasallarida, qandli diabet kasalligi bilan aziyat chekadigan bemorlarimizda jinsiy zaiflik ko'pincha butun umrlik. Buni to'g'rilab bo'lmaydi. Dori lecheniyasi afsuski yo'q. Aytganimdek, tomirlarda elastikligini, qon bilan to'lishini уже ta'minlab bera olmaysiz. Уже bu buzilib bo'lgan. Vaqtinchalik jinsiy zaiflik holatlari ham ko'p. Bu ko'proq stressga bog'liq bo'lsa, organizmda buzilishlar, shamollashlar, kasalliklar, noto'g'ri turmush tartibi, ovqatlanish, zararli odatlar, gormonal buzilishlar. Bularda agar to'g'risi bu vaqtinchalikka kiradi, ya'ni dori-darmon bilan korreksiya qilib yoki turmush tarzini korreksiya qilib uni qaytarish mumkin. Ko'proq mana shu butun umrbod jinsiy zaiflikka bu aytganimdek bu seriozli kasalliklar, bu yurak kasalliklari va qandli diabet. Unaqa holatlarda bizlar yordam ko'rsata olmaymiz. Bitta yo'li bu protezирование. Protez qo'yamiz. Erkaklik a'zosiga ularga protez qo'yamiz. Protezlarda xillari ham ko'p. Knopkalik protezlar bor. Doimiy turgan holatda ushlab turadigan protezlar bor. Xuddi shunday. Qo'lda protezni ko'rganmisiz? O'sha xuddi bir jinsiy a'zoni ham protezi bor. Bitta yo'li shunaqa qandli diabet, yurak kasalliklarida bitta davosi shu. Operatsiya qilib, ichiga protez qo'yib qo'yish va psixologически erkak kishini qondirish. To'g'ri, ereksiyani ko'radimi, erkak kishi tinch bo'ladi. Yana bitta ma'lumot, bu arzon turmaydi. Qimmat operatsiya bu. Ko'rgan edim, bitta o'zi moshin pulicha turadi degan edi. Bitta protez trехкомпонентный, hozirgi trехкомпонентный protez. Mana shu agar jinsiy zaiflik haqida masalan butunlay jinsiy zaiflik bor. Ya'ni ereksiya umuman yo'q erkak kishida, hech qanaqa stimulyatsiya, preparatlar, gormonal terapiya hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Unaqa odamlarga bizlar protez operatsiyasini qo'yish operatsiyasini tavsiya qilamiz. Protezda ikki xil, однокомпонентный degani bor, 3 komponentlisi bor. Yana 4-chisi o'zi yangisi chiqqan, uni ham aytib beraman. Bir komponentli protez bu shunaqa ingichka shlangchalar ikki tarafdan kavernozniy telaga ularni jinsiy a'zoga qo'yiladi va doimiy turgan holatda bo'ladi. Doimiy turgan holatda bo'ladida, uni keyin noqulayroq u, chunki doimiy turgan holat bilan yurish, turish qiyinroq, jinsida qisilish bo'ladi. Uni siz yo tepaga yo qiyshaytirib biron joyga qilib qo'yishingiz kerak, чтобы bilinmasligi uchun. Hozirgi yangi zamonaviy protezlar bu 3 komponentli protez. Bularda knopkalik protez deymiz, ya'ni ikkita shlangchasi bor. Bitta keyin knopkasi bor. Shlangchalar jinsiy a'zoga qo'yiladi. Knopkacha moyaklarga qo'yiladi. Bitta rezervuarchi bor. Rezervuarchi ichida suyuqligi bor. Sharikchasi u qovoqda ishiga qo'yiladi, mochavoy puzirga. Masalan jinsiy aloqa qilmoqchisiz, shunday moyakda mashonkaga shunday knopkachani uzlab topasiz barmog'ingiz bilan 1, 2, 3 marta bosasiz, ya'ni har bir bosishingiz jinsiy a'zoni shlangchalarda to'lishiga javob beradi, ya'ni to'ldirasida kachat qiladi. Mana qovoqdagi sharikchadan jinsiy yo'latga o'sha suyuqlik kachat qiladi va o'sha trubkachalar shishadi. Ereksiya hosil bo'ladi. Bitta qattiq qisib bosib turganingizda esa ereksiya tushadi. Ya'ni o'sha shlangchalardagi suyuqlik yana qaytib orqaga o'sha sharikchaga suyuqlik bilan to'ladi. Bu 3 komponentli. Hozirda endi hozircha klinik исследование endi ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi, 1-2 yil, 5 yildan o'zib chiqadi.
smartfon bilan upravlять qiladigan anavi bo'ratazar chiqadi. Endi xitoyliklar bilasiz oldinda Shunaqa. smartfon bilan ya'ni signal berib, u ham shunday telefoningizda olasizda piqqa deb yoqdingiz, bir anekdot bor edi-ku. Bunday qilsangiz qarsak cho'sangiz turadi, qarsak cho'sangiz yo'qadi. Xuddi shunday smartfoningizga kirasiz, ereksiyon yoqishni bosasiz, shunday turadi. Shunaqa navlar ham bor. Hozircha lekin standartga kiritilmagan, unaqa yo'q. Hozir endi 2-3 yildan 5 yildami shunaqa mexanizm shunaqa kashf etildi deb aytilgan gaplar bor. Endi vaqt ko'rsatadi. Novis chiqdi, lekin hali patentib bo'lmadi. Yo'q, ko'ramiz. Sport bilan shug'ullanadigan odamlarda mana jinsiy zaiflikka uchrash kam holatlar bo'ladi. Ko'pchilik aytadiki, sporting nimaga kerak? Sport bilan shug'ullanish kerak emas deydi ko'pchilik. Jinsiy kuchni oshiradimi sport yoki oshirmaydimi? Shu gapga qanchalik to'g'ri shu gapi odamlar? Qanaqa sport bo'lishiga qarab. Sport deganda nimani tushunishimiz mumkin? Sport bu sog'lom bo'lib yurish uchun kerakli sportmi yoki professional sportmi? Professional sport bilan jinsiy quvvat yaxshi bo'lmaydi. Professional sportda shunchalik organizm zo'riqqan bo'ladiki, jinsiy potensiyasi pastroq bo'ladi professional sportchilarda ham. Sog'lom bo'lish uchun kerakli sport, masalan, o'zingiz uchun shug'ullanyapsiz. Masalan, sportga boryapsiz, suzishgami, thai boks, любой sportga o'zingiz uchun borib zo'riqishsiz. Ya'ni har kuniga 2 marta trenirovka emas, haftasiga 3-4 marta sport bilan shug'ullanib yurish, sog'lom turmush tarzi bu, конечно же, plyusga boradi. Ya'ni shu muammolarda oldini olishga to'g'ri yordam beradi, jinsiy muammolarda. Professional sport yo'q, sport bilan shug'ullanmaslik ham yo'q. Sport bilan shug'ullanmaslik degani, masalan, ko'pincha hozirgi hayotimiz zamon o'tirib ishlaymiz. Shunaqa. Hozir уже oldingida mehnat yo'q. Yerda chopmaysiz, oshmaysiz. Malopodvижный образ жизни ereksiya nimaga bog'liq? Qon aylanishga bog'liq. Qon aylanishingiz yaxshimi? Ereksiyangiz yaxshi. Turmush tarzingiz yaxshimi? Ovqatlanishingiz to'g'rimi? Kerakli ereksiyani kuchini, quvvatini oshirish uchun, ushlab turish uchun kerakli ovqatlar, kerakli odatlarni rioya qilyapsizmi? Bu narsa, конечно же, sizda saqlanib qoladi. Sport, to'g'ri sport ereksiyaga yaxshi ta'sir qiladi. Professional sport, ya'ni zo'riqish bilan boradigan, siz tasavvur qiling, organizmni shunchalik zo'riqtirasiz, ular professional sportmenlar ular jinsiy quvvatni oshirmaydi. Oshirmaydi. Nabarot, jinsiy quvvat past bo'ladi. Nimaga? Organizm birinchi bo'lib tiklanishga, o'zini tiklashga ko'proq energiyani yo'qotadi. Bu ikkilamchi muammo hisoblanadi. Ikkilamchi funksiya hisoblanadi jinsiy quvvat organizm uchun. Birinchi bo'lib organizm yashash uchun kerakli energiyasini tiklaydi. Nafas olish, yashash, yurish, turish, zapas energiyani tiklaydi. Qoldig'i уже bu yoqqa ketadi. Ikkinchi tushunarli. Mana hozirgi kunda ko'pchilikda ortiqcha vazn qiynab keladi. Shu ortiqcha vazn jinsiy hayotga ta'sir qilishi mumkinmi yo 100% ta'sir qiladi. Qiladi. 100% ta'sir qiladi. Shunaqa qayerdadir iboramni gapni eshitdim, qorin katta ulat maydami, shunaqadir gap eshitgan edim. Ya'ni qorinning katta bo'lishi ereksiyaga primoy ta'sir qiladi. Qorin kattalashgandan keyin, oldin yog' bosgandan keyin tabiiy mana shu eshitganman, kichkinalashadi. 100%. O'zi kichkina bo'lib qolmaydi-yu, shu yog' qavati o'sgandan keyin u kichkinadek ko'rinadi. Xuddi shunday organizm semirishda, ожирение semirishda, ko'proq abdominal semirishda qorin kattalashadi, qorinda yog' ham pastga o'tadi. Labkovoy jinsiy a'zomiz sohada atrofda teri bor. U yoqda ham yog' to'planishi mumkin. O'sha yog'da qanchalik semirish darajasiga qarab shuncha yog' qatlami o'sadi-da, shuncha sizda jinsiy a'zoingizni kamaytirib boraveradi. Ya'ni uni yog' bosib boradi. Shunaqa bir juda ham semiz odamlar ko'rsangiz, половой члени ko'rinmaydi. Даже semiz odamlar половой членni faqat oynada ko'ra oladi. Aytadiki, ko'rmaydi. Qorinda o'rtasidan pastdan nima turganini ko'ra olmaydi. Faqat oynadan ko'rishi mumkin. Shunaqa bor, ichiga kirib ketgan analar. Shunchalik semizlik darajasi bor, ichiga kirib ketadi. Tasavvur qiling, endi u yoqda qanchalik yog' qatlami qalinki, ushto kirib ketadi. Bu birinchi estetik sababi-da, mana kaltalanishi. Kaltalanmaydi-yu, siz aytganingizdek, yog' qatlan. Ikkinchisi bu gormonal muammo. Ya'ni yog' abdominal yoki semirish erkak kishida bu nima? Semirish bo'lganda bizlarda yog' qatlami estradiol gormoni ko'payishidan, ya'ni testosteronni aromatizatsiya orqali estradiol gormoniga almashishidan yog' ham oshadi. Ya'ni женский gormon deydilar-ku, endi estradiol gormoni ko'payib ketganidan keyin yog' qatlami oshib boradi.
yog' hosil bo'lishi. Bizlarda organizmimiz shunaqa ongi yo'q, lekin organizm juda zo'r ishlaydi. Juda zo'r nima deydi, yaratilgan, что organizmga signal keladida, yog' qatlamiga o'xshayapti, testosterondan estradiol ko'proq hosil bo'lyapti. Shuning uchun nima qilishimiz kerak semirib ketmaslik uchun? Estradiol kamaytirishimiz kerak. Estradiol esa testosterondan aromatizatsiya hosil bo'lyaptimi? Testosteronni qisadi. Siz semira boshladingiz, semirish kasalligini o'zi gormonlaringizni buzib boshlaydi. Chunki organizm semirmaslik uchun testosteronni bloklab qo'yadi. Chunki testosteron bo'lmasa, estradiol bo'lmaydi, estradiol bo'lmasa semirish yog' qatlami o'smaydi. Shunday qilib erektil disfunksiya vujudga keladi. Ya'ni jinsiy quvvat yo'qola boshlaydi, chunki testosteron yo'q. Organizm shunaqa narsada, bu agar ongi bo'lsa edi, mana shu bizga o'xshab mexanizmlarni tushunsa, o'zi organizmni o'zi to'g'rilab ketaveradi, kasal bo'lmasdik bizlar. Lekin organizm bu robot. Boshqaruvchi biz o'zimiz. Miya boshqaradi. Bizda o'zimizda ongimiz, fikrlashimiz bor. Shu fikrlash bilan bizlar to'g'rilashimiz mumkin mana shu jarayonlarda. Lekin organizm buyruq bor, komandasi bor, mana shu komandani bajaradi, bo'ldi. Miya organlar boshqaradi, miyani ong va osti boshqaradi. Shunday. Keyingi savolimiz. Manda bitta savol bor edi. Siz kamera orqasidan javob ketgan. Misol uchun masturbatsiya tanaga ko'p internetda ijtimoiy tarmoqdan ko'rganman, tanaga ziyon alomatlari bor deyishadi. Ini ko'chadan o'tlab kelsa, u tarafda ham minus taraflari bor. Ikkita tarafdan ham minus bor. Qaysi tarafda endi? Siz aytmoqchisiz, ko'chadan o'tlab kelish, begona ayollarga borish nazarda tutyapsiz, to'g'rimi? Bu kishi savoli, masturbatsiya zarar dedik hozir. Ko'chadan o'tlab kelish ham zarar deydi ko'pchilik, kasallik yuqtiradi deydi. Bu kishi hozir qaysi variant tanlasa yaxshiroq deyapti menimcha. Shu savol beryapsizmi? Doktor sifatida ikkala tarafga ham tavsiya bera olmaymiz-da. Masturbatsiya aytib o'tganimizdek, kasalliklarga olib kelyapti, jinsiy zaiflikka olib kelyapti, psixologik muammolarga olib kelyapti, yaxshi quvvatingiz bo'lmay qolyapti, xohish pasayib ketyapti. Ikkinchidan, aytib o'tganingizdek, o'tlab kelish, ya'ni boshqa ayollarga borish, bu ham xavfli. Jinsiy yuqadigan infeksiyalar yuqtirib olishingiz mumkin. Bu yerda zolotaya seredina yo'q-da, organizm shunday aytganimdek shunday yaratilgan, pollyutsiya degan tushuncha bor. Mana shunaqa kasalliklar vujudga kelmasligi uchun, prostatit yoki masalan jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar yuqtirmaslik uchun pollyutsiya degan, ya'ni organizmda sperma, prostata suyuqligi mana shu bezlar ko'payib oshib ketganida, to'lib ketganida, erkak kishida, normal yigitda uyqusida sperma chiqib ketadi. Ko'plar buni kasalman deb o'ylaydi. Yo'q, bu naborot, kasal bo'lmaslikni oldini oladi. Ya'ni drenирование, ya'ni fiziologik holat. Uyquda chiqib ketishi sizda ko'p kasalliklardan nima deydi, xalos qiladi bu narsani. Agar sizda mana shu pollyutsiya bo'lsa tungi, sizdan siz kasal bo'lish ehtimoliyati, ya'ni masturbatsiya ham qilishingiz kerak emas yoki aytganingizdek ko'chada o'tlab kelishingiz ham kerak emas. Organizm o'zi aytganidek yaratilgan, o'zi buni kontrol qilib turadi. Lekin shunaqa insonlar bor, pollyutsiyasi umuman yo'q. Pollyutsiyasi umuman bo'lmaydi. Unaqa insonlarda ko'pincha prostatit holatlari ham, zastoyniy prostatit holati ham bo'lmaydi. Chunki bu yerda ham masturbatsiya qilish mumkin emas. Ikkinchidan, boshqa begona ayollarga turmush qurmasdan borishga ham xohlamaydi. Mana shunaqa odamlarda muammo ko'pincha bo'ladi. Endi bizlar taklif qilamiz bunaqa insonlarga. Yo bunisini tanla, yo bunisini tanla. Yoki uylanishni tanla. Uylanishni tanla. Uylanishda endi bizlarda endi O'zbekistonda uylanish ko'plar shoshilmaydi. Chunki bu katta xarajat, katta muammo, katta qiz top, vaqt top tashkillashtiramasini. Mana holatlarda nima tavsiya berishimiz mumkin? Birinchidan masturbatsiyani tavsiya qilishimiz ham mumkin. Ya'ni masturbatsiya, lekin me'yordagi masturbatsiya deyiladi. Lekin masturbatsiya qiladigan insonlar hech qachon me'yor ko'rmaganman. Me'yor bor odamlarda. Pornografiyaga qaram bo'lib qolmaslik kerak. Qaram bo'lib qolmaslik kerak-da. Masturbatsiyada me'yorni yo'qotasizda, любой odam yo'qotadi. Bunda hozircha masturbatsiyani me'yorda qiladigan bironta bemor kelib, men me'yorda qilyapman deb tushuncha yo'q. Shu miyasi bilan singib ketadi bu narsaga. Me'yorda degani haftada 10 kunda bir masturbatsiya qilib, trenirovание qilib turishni taklif qilishimiz mumkin bunaqa odamlarda. Mana hozirgi kunlarda ko'p bemorlarda, yoshi katta bo'lgan odamlarda ko'p siyish oshib borgan tunda, kechqurun. Shular qanday kasallikmi yoki bir qanaqadir holatmi tushuntirib bersangiz? Endi
tungi holatda uyqudan turish, uyqudan uyg'onib peshob qilish uchun uyg'onish, hojatxonaga borib kelish, bu har zamonda bo'lib tursa unchalik katta muammo hisoblanmaydi. Lekin bemor har kuni, har oqshom uxlaganidan keyin bir martadan ziyod 2-3 marta tunda peshob qilish uchun, siyish uchun tursa agar, o'sha bu kasallik hisoblanadi. Bu yoki gormonal kasallik bo'lishi mumkin, masalan, sahrli diabet bilan bog'liq bo'lgan. Chunki qandli diabet bo'lganda odam ko'p suv ichadi. Me'yordan, chunki doimiy og'izda quruqlik sezasiz. Ichishga majbursiz, doim ho'llab turishingiz kerak. Shu hisobiga turib, masalan, keyin prostata bezi muammolari, ya'ni 35-40 yoshdan prostata bezida adenoma kasalligi boshlanadi. Ya'ni prostata bezi adenomasi kasalligi, bu yosh kasalligi, erkaklarda, yoshlarda bo'lmaydi bu narsa. Shu kasallik hisobiga ham bo'ladi. Bu narsa nima hisobiga? Ya'ni prostata shishib ketadi, adenomaga aylanib bez bo'lib, qovoqqa ozgina o'sib kirganida nervlarga раздражение beradi. Раздражение berganida siz peshob qilgingiz keladi. Peshobingiz 50 gram, 100 gram bo'lsa ham, kamgina bo'lsa ham раздражение beradi. Ikkinchidan siydik tutilishiga olib keladi. Siydigingiz oxirigacha chiqmaydi. Qolib ketgandan keyin siydik, o'sha siydik раздражение u ham beraveradi. Uning uchun ham erkak kishi uyg'onadi. Agar har kuni erkak kishi tunda, oqshom uxlagandan keyin uyg'onadigan bo'lsa, unda обязательно urologga murojaat qilib, ular lecheniyaini boshlash kerak. Chunki bu narsa to'xtab qolmaydi o'zini. Yo davolaysiz, yo jadallashib ketaveradi bu narsa. Sababini to'xtatish kerak. Savol berganki, mana tamaki mahsulotlarini chakishda spirtli ichishlar bor. Endi erkak kishida O'zbekiston sharoitida 80%, 85% erkak kishi tamaki mahsulotlarini iste'mol qiladi. Alkogol, spirtli ichimliklarni ichadi. Nojo'ya ta'sirlar qanaqa va foydali taraflar qanaqa? Misol uchun foydali taraflarni deb o'tganimda, endi hamma narsani foydali tarafi bor, minus tarafi bor. Plus-minus har doim yonma-yon deganda shu savolimga javob bersan shu. Qaytarib o'taman, eshitmagan bo'lsa. Ko'pchilik hozirda tamaki mahsulotlari chakadi va alkogol mahsulotlarini qabul qiladi. Spirtli ichimliklar. Foydali taraflari, zararli taraflari. Bu aytmoqchiki, jinsiy taraflama qanaqa zararlari bor? Jinsiy hayotga ta'sir qiladimi? Va ko'pchilik sigaret chekkan payti, tamaki mahsulotlarini chekkan payti tinchlanaman deydi. Shunga qanday qaraysiz? Bu zararli odatlar, ya'ni tamaki mahsulotlar iste'mol qilish, sigaret chekish, alkogol, spirtli ichimliklar ichish. Shunaqa erkaklar bor, ko'plar aytadi, men ichaman ham, chekaman ham, normalniy zo'rman deydi. To'g'ri, boshida zo'r bo'lasiz. Organizm kompensatorniy mexanizmi bor. Ya'ni organizmingiz boshida bu narsani ushlab turadi. Zahar berishingizga qaramay, zaharga qarshi kurashib turadi. Lekin bu sistematik doimiy alkogol, tamaki mahsulotlari ichib kelish bora jinsiy zaiflikka olib kelib boshlaydi. Ana men bilan birga o'qigan kursdoshlarimiz bor, masalan, tanishlarimiz bor. Meni yoshim bilan bir juda zo'r ichadilar. Davra deydi. Всё, nima deydi? Bir oyda bir ko'rishib turish gashtak deydilar. Gashtak bu просто nomiga-da, bunday pul yig'iladi. Lekin ichish uchun yig'iladi-da. Zo'r edi ular. Zo'r edi, shunday hozir уже 30 dan oshdi yoshimiz, 32-33 ga o'rayapti. Ular уже shikoyat bor. Sodiqjon deydi, zo'r edi. Hozir o'zi yaxshi emas. Ya'ni organizmda mana shu kurashuvchi xususiyati o'zi susaydi. Siz doimiy zaharlab boryapsizda, o'zi potensiya yo'qolib boshlaydi. Birinchi belgisi bu ereksiya vaqtida ereksiya bo'ladi. Ular turadi, lekin sust turadi. Ya'ni qattiq bo'lmaydi. Qattiqlikda yo'qolishi birinchi belgi. Dalshi davom ettirasizmi? Всё, unuting dalshi. Uni shu qattiqlik yo'qolyaptimi, o'shanda boshlashingiz kerak. To'g'ri, sigaret chekish nikotin kislotasi bu. Nikotin bu juda foydali narsa, organizm uchun kerakli narsa. Masalan, dermatit, demensiya kasalliklarni oldini oladi. Tamaki mahsulot chekuvchi odamlarda shu narsa uchramaydi deyiladi. Lekin palga двух концов, bu yerda lekin jinsiy zaiflik vujudga keladi. Alkogol ham xuddi shunday narsa. Alkogolda ham, spirtli ichimliklar ichib yuradigan insonlarda ham boshida zo'r bo'ladi, yaxshi bo'ladi, sezmaydi. Naborot, euforiya, endorfinlar ko'p, gormon счастья ko'p, ham alkogol, ham jinsiy aloqa 2 barobar lazzat oladi-da, maza zo'r, menga hech qanaqa ta'sir qilmaydi deb yuraveradi-da. Keyin asta 5 yil o'tadi, 6-7 yil o'tadi, asta keyin уже buzilishasiz boshlaydi. Yaxshi turmay qoladi, umuman sezgirlik yo'qolib qoladi. Bu baribir jinsiy zaiflikka olib keladi. Bora kam zaharlab boraverasiz. Zaharlab boraverasizda asta organizmingiz ham kuchi yo'qoladi. Tasavvur qiling, har kun yugurayapsiz-da, charchab qolasiz baribir. Organizm ham charchaydi bu narsadan. Mana ko'pchilik shu yosh kattalarda va yoshlarda uchraydi. Peshob qilgan payti achish paydo bo'ladi.
shu kasallikmi yoki qanaqadir infeksiyami, nima deysiz? Bular rostdan ko'p odamlarda uchraydi. Mana bizlarda savol aytganda tuz deb o'ylaydi ko'plar. Tuzim uzistga boradi, uzi specialist aytadi, tuzlaring ko'chyapti deydi. Bu bekor gap. Tuz ko'chganida tuz shunaqangi mikroskopichniy narsa-ku, siydik achishiga bilmadim, siz tuz bilan siyishingiz kerak-da, u achishtirish uchun. Anaqasi bo'lmaydi, tuz sababchi bo'lmaydi siydikda achishishiga. Va aslında nima sababchi bo'ladi? Bu prostata bezi shamollashi, prostatit. Ikkinchidan jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar sababchi bo'ladi. Ikkita sabab bo'lishi mumkin aslında. Atak tuz ko'chishi bu sabab emas. Ko'proq asosiy bu prostata bezi shamollashi yoki kanaldagi yallig'lanish, uretrit masalan, ureoplazma, mikoplazmalarda kasallik darajasida rivojlanganda mana shu doimiy siyishda achishishlar bo'ladi. Siyishda achishishlar kimda bo'lishi mumkin? Masalan, gonoreya kasalligini o'tgan, gonoreyani tuzuk davolamagan, gonoreya degani yiring oqish apparatdan. Shunaqa yolg'on kasallik-ku, ko'pincha odamlar oxirigacha davolamaydi-da buni. Bir kun, 5 kun antibiotik oladi, oxirigacha lekin olish kerak uni. 7-10 kunlik kursi bor. Ikkinchi kundan уже yiring oqmaydi. Tuzaldim deb lecheniyadan olmaydi-da, lekin tuzalgandan keyin bessimptomni, ya'ni shikoyat bermaydigan turga o'tadi. O'sha narsani oxirigacha davolamaslik 10-15 yildan keyin struktura kasalligi, ya'ni kanalda torayishga olib keladi. Toraygandan keyin mana shu doimiy achishish bo'ladi. Chunki siydik napor bilan keladi-da, tor sohaga uriladi-da siydik. Urilgandan keyin vixr bo'lib, siydik aralashib chiqib ketadi, aylanib chiqib ketadi. O'sha paytda achishish bo'ladi. Bu ham bir sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun kasalliklar oxirigacha davolashimiz kerak. Shunaqa ko'pchilik o'zi qanaqadir bitta kurs bo'lsa, mana 10 kunda davolanish kerak. Ko'pchilik oladi, 5 kun, 6 kun davolanadi, yetadi, kerak emas, yaxshi bo'ldim deydi, ketaveradi. Oxirigacha davolaninglar, keyinchalik simptom berishi mumkin. Siydik yo'l infeksiyalari ko'pchilik bu kishi aytgandek bo'yna begona ayollarga borib infeksiya yuqtiradi. Shu qanchalik xavfli? Endi 70% jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar, jinsiy aloqadan o'tadigan infeksiyalar 70% bessimptomni o'tadi. Ya'ni siz hech qanaqa sezmaysiz kasal bo'lganingizda. 30% ginasi esa simptom beradi. Ya'ni kimdadir yiring oqadi, kimdadir shilimshiq suyuqliklar oqadi, kimdadir achishadi, qizaradi, shishib ketadi, yara paydo bo'ladi. 30% holatda infeksiyalar shifo bilishingiz mumkin. Masalan, jinsiy aloqadan keyin iloji bo'lsa, jinsiy aloqa doim himoyalanish kerak. Iloji bo'lsa emas, bu shart-da. Agar shu narsaga yuqtirmay desangiz agar, lekin mana shu prezervativ ishlatish, himoyalanish ham butunlay infeksiyadan xalos bo'ldim, yuqtirmayman degan tushuncha yo'q. Teri orqali o'tadigan, ishqalanish orqali o'tadigan infeksiyalar bor. Masalan, sifilis kasalligi. Sifilis kasalligida terida ko'proq apparatda o'sha qayerda kontakt bo'lsa, teri ishqalanishi bo'lsa, yara bilan teri ishqalanishi bor joyda yuqadi. Masalan, labkovoy sohada, chov sohasi deyiladi. Chov sohasida ishqalanish bo'ladi. O'sha yara sog'lom odamga ishqalanish natijasida o'tishi mumkin. Prezervativ ishlatdim, himoyalandim, lekin baribir bu narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun xavfli bu aytib o'tdik. Endi xavfli tarafini aytamiz. Xavfli tarafi aytganimdek, kuchli shamollash, ya'ni gonoreya infeksiyasi, gonoreya kasalligini oxirigacha davolamaslik, ya'ni gonoreya deganda oqib qoladi yiring. Yiringda oxirigacha kasallikni davolamasangiz, 7 kunlik kursi bor uni. Maksimum 10 kungacha. 10 kunda polностью davolash mumkin uni. Lekin aytganimdek yolg'on ko'rsatkichi bor, ya'ni siz xuddi bir sog'dek o'zi hech narsa bezib oqmaydi, oqmaydi ham, achishmaydi ham, 2-3 kundan keyin ko'plar tashab qo'yadi-da, tashab qo'ymaslik kelajakda mana shu kanalda torayishiga olib keladi. Kanalda torayishini afsuski keyin faqatgina operatsiya bilan davolashingiz mumkin. Operatsiyasiz juda og'ir o'tadi, operatsiyadan keyingi davra juda og'ir o'tadi. Chunki tasavvur qiling, apparatingizni jinsiy a'zoyingizni kesamiz qavatma-qavat, kanalda ochamiz, kanalda kesib tashlaymiz, tor sohasini bir-biriga tikib qo'yamiz. Uni bitish, перевязка qilish uni azob. Mana bitta o'rtog'im bo'lgan, menga aytibdi, "Sen universitetda o'qiysan. Bilasan, doktorsan pashti" debdi. "Siygan paytim qon kelyapti" debdi. Bu nimadan bu qon kelishi? Yosh. Yoshi 20 yoshda. Yoshi 20 yoshda agar doimiy qon keladigan bo'lsa, unda yoshga qaramasdan qon kelyaptimi, doktorga murojaat qilish kerak. Qon bu anomaliya. Normada qon bo'lmaydi hech qachon. Prostatitda qon kelishi mumkin. U juda ham ostri, juda ham o'tkir o'tadigan prostatitlarda qon bilan siydik aralash kelishi mumkin.
Lekin qon ko'pincha onkologiya belgisi. Ha. Ya'ni rak kasalligi, saraton kasalligi belgisi. Mhm. Qon bor joyda ko'pincha bizlar birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu rakka tekshirtirishimiz kerak saraton kasalligiga. Chunki siydikda qon bilan kelishi ko'pincha bu ko'p foiz holatlarda bu saraton belgisi, ya'ni prostata bezida onkologiya yoki qovoqdagi saraton kasalligi. Unda zudlik bilan doktorga murojaat qilib, u narsani oldini olish kerak. O'tib ketmasligi, o'tib ketish ya'ni metastaz, ya'ni tarqalib ketmasligi uchun. Shuning uchun bu narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Agarda saraton kasalligi bo'lmasa, unda spokойно, unda shamollash sababchi bo'ladi, ya'ni o'tkir prostatitda qon kelishi mumkin aytganimdek. Ayollarda sistit, o'tkir sistitda ham qon kelishi mumkin. Unda lecheniya qilish kerak, adekvatni, to'g'ri, to'liq kurs qilish kerak. Aytganimdek 5 kun, 7 kun prostata bezi davolanmaydi. Ko'plar hayron qoladi, mana prostatit bilan keladi-ku, 14 kun, 21 kun, 28 kungacha antibiotik yozib beraman. Bir xillar ko'zi kattarib ketadi doktorlar ko'p. Seni antibiotik seni immuniteting tushirib yuboradi. Yo'q, standart bu. Prostata bezi uzoq davolanadi. 5 kun, 7 kunda aytganimdek simptom ketadi, lekin kasallik ketmaydi. Kasallik surunkaliga o'tadi, surunkaliga o'tganda besimptomli doimiy keyin уже har doim prostatit bo'lib yuradigan bo'ladi odam. Shuning uchun prostatit bo'lganda odam oxirigacha ham to'liq kurs olish kerak. Kuchli to'liq kurs olinish kerak. Chunki prostata bezi kichkina kurs, korotkий, qisqa kurslarda davolab bo'lmaydi. O'zi ham ko'rayotgan bo'lsa kerak, shifokorga tekshirtir. Kam suv ichish qandaydir kasalliklar olib kelishi mumkinmi? Mana misol uchun ko'pchilik aytadi, kam suv ichsa pochkada tosh hosil bo'lishi mumkin deydi. Shunga qanday qaraysiz? Bor faktmi bu? Bu fakt, bor fakt. Standartga ko'ra siydik tosh kasalligini profilaktika qilish uchun sizda siydik tosh kasalligi ehtimoli pasaytirish uchun kuniga 2,5 litr, 3 litrgacha suyuqlik iste'mol qilish. Kunlik norma bu. Kunlik norma. Lekin afsuski bizlarda, по-моему, hech kim 3 litrlar ichmasa kerak. Kam suv ichish bu buyragingizga zarar qilish degani. Agar buyragingizda kasal qilmoqchi bo'lsangiz, kam suv iching. Bu urolog tarafdan suv bu juda ham muhim narsa. Siz aytganingizdek, birinchi bo'lib bo'ladigan narsa, ya'ni siydikning konsentratsiyasi oshadi, quyuqligi oshadi. Quyuqlik degani tuzlar bor. Tuz bizlarda endi bu nasliy kasallik, siydik tosh kasalligi endemik zona. Bizlar O'zbekistonda 35% aholimiz tosh bilan aziyat chekadi. Bu juda katta ko'rsatkich. Shuning uchun bizlar imенно o'zbekistonliklar ko'p suyuqlik suv ichish kerak. Чтобы tuz hosil bo'lmasin, quyuqligi oshmasin, buyrak faoliyati yaxshi bo'lsin, tosh kasalligi rivojlanmasin. Kam suv ichish bu buyrakni qo'pol qilib aytganda kasal qilish bilan bir turadi. Bitta narsa deb aytsak bo'ladi. Demak, kam suv ichsa pochka keyin organizmga ziyon. 100%. 100%. Nafaqat pochka, yurakka ham, qonni quyuqlashib ketish sababi ham, gematokrit oshib ketish sababi ham hammasi suv. Shunaqa. Prostatit kasal bo'lgan odamlarni davolasa bo'ladimi? Ko'pincha bizlarga prostata bezi shamollashi bilan, prostatit bilan keladigan bemorlarda ko'pida abakterial tip bo'ladi-da. Ya'ni abakterial degani bakteriyasi yo'q, infeksiyasi yo'q, shamollash, prostata bezi shamollashi, dimlanish bilan bog'liq bu tip. Ya'ni pasev topshirtirasiz, analizlar ko'rasiz, top-toza. Lekin prostatitda shamollash belgilari bor kasalda. Bu abakterial tip deyiladi. Buni antibiotik bilan davolanmaymiz-da. Bu yerda antibiotik emas, boshqacha lecheniya kerak. Ya'ni поведенческая terapiya deymiz. Prostatitni qaytalanishi bu noto'g'ri jinsiy aloqa, palapartish jinsiy aloqaga bo'lishi mumkin, masturbatsiyaga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni palapartish prostata bezi suyuqligi bilan sperma chiqishini sababchisi bo'ladi. Masalan, haftasiga 2-3 ta jinsiy aloqa stabilni bo'lishi kerak. Orasidagi intervali bir xil bo'lishi kerak. Bu ham prostatitni abakterial tipida qaytalanishiga bir profilaktikasi bo'ladi, davolashi bo'ladi. Ikkinchidan, sog'lom turmush tarzi, ko'proq harakat, ya'ni sog'lom sport, ya'ni zo'riqishli sport, yurish, velik haydash, harakat, ya'ni qon aylanishni yaxshilab turish kerak. Uchinchidan, abakterial tipda ko'pincha sababi testosteron gormonining tushib ketishi. Ya'ni surunkali prostatit kasalliklarini ko'pini testosteronni tekshirsangiz, testosteroni past bo'lib chiqadi. Testosteron nafaqat mana endi hozir testosteron davri-ku, testosteron erkak kishining kuchi, mana shu testosteron nafaqat bizlarda erkaklikka, jinsiy quvvatga, настроениемizga, kuchimizga ta'sir qiladi. Ya'ni prostata beziga ham yaxshi ta'sir qiladi. Ya'ni testosteron yuqori yoki normada bo'lsa, prostatit kasalligi kam bo'ladi. Chunki testosteron prostata suyuqligini normada keraklicha ishlab chiqarilishiga javob beradi. Testosteron baland bo'lsa, prostata suyuqligingiz ham keraklicha iste'mol qilinadi. То есть ishlab chiqariladi. Shuning uchun
uchun bunaqa bemorlarimizni prostata bezi abakterial tipi bo'lsa, doimiy biz prostata bezida muammolarni davolash uchun testosteronni tabiiy yo'llar bilan, ya'ni gormonsiz, testosteron ishlatmasdan o'zini tabiiy testosteronni ko'tarishga harakat qilamiz. Ko'pchilik aytadi, keyin ko'proq yugursang, keyin prisedaniya qilsang, testosteron ko'tariladi deydi. Shu to'g'ri? Yo'q, afsuski testosteroningizda tabiiy o'zini hammani individual testosteroni bor. Kimdadir 30, kimdadir 25, kimdadir 15. Hamma o'zini yaxshi his qiladi, lekin o'ziga keraklicha testosteron bo'lsa. Yugurish, sport, o'tirib turish, prisedaniya, to'g'ri turmush tarzi, sog'lom hayot mana shu testosteronni tushib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni siz sun'iy yo'l bilan agar genetik sizda nasliy sizda testosteron yuqori odamlar bo'lmagan bo'lsa, siz genetikaga qarshi yura olmaysiz. Bizlarda o'zimizda уже заложенный maksimumimiz bor. Maksimum 100 kilo semirishingiz mumkin, maksimum mana shu maksimumdan ziyod qila olmaysiz. Bu narsa tushmasligiga ushlab turishga, ya'ni vaqtidan oldin testosteron tushib ketishini ehtimolini pasaytirasiz. Afsuski, tabiiy yo'l bilan genetik o'zingizda nasliy maksimal testosteroningizni oshira olmaysiz. Mana shu cho'qqigacha meydasiz, o'sha cho'qqidan chiqa olmaysiz. Afsuski shunday. Mana bemorlarda prostata saratoni agar qanday bo'lsa, qanday belgilar bilan aniqlasa bo'ladi shuni? Shifokorga bormasdan turib shu aniqladi, keyin shifokorga borish kerak. Mana misol uchun saraton bo'lgan, qanday borish kerak? Aniqlab. Afsuski buni bemorda o'zi aniqlab bilmaydi. Buni prostata bezi yoki qovoq bezi saratoni kasalliklarini tezlashtiruvchi omillar bor. Ya'ni chekuvchi, tamaki mahsulotlari iste'mol qiluvchi odamlarda prostata bezi va qovoq mochvoy puzir saratoni, ya'ni rak kasalligi 2-3 barobar yuqori turadi. Chalinishi, uchrashi. Shuning uchun buni qanday aniqlasa bo'ladi? Siyishda qon kelishi. Ya'ni qon kela boshladimi, bu srazu bemor doktorga murojaat qilish kerak, aniqlash uchun. Bu saraton hisobiga, prostata bezi yoki qovoq raki hisobiga qon kelyaptimi yoki shamollash hisobigami? Lekin shunaqa narsaki, qachonki qon kela boshlasa, уже rivojlanib bo'lgan saraton bo'ladi уже. Prostata. Da. Uni siz boshlang'ich darajada rivojlanayotgan paytida siz hech qanaqa sezmaysiz ichingizda saraton kasalligi rivojlanayotganini. Shuning uchun 1 yilda bir marta onkomarkerlar bor. Onkomarkerlar, ya'ni saraton kasalligini analizlari bor. Masalan, prostata beziniki bor, ichak, jigar, oshqozon, mana shu onkomarker analizlari bor. Shu analizlar yuqori bo'lsa, demak saratonni podozrение qilamiz. Shuning uchun 1 yilda bir marta odam sog'lig'i uchun agar saraton kasalligi bo'lmaydi demoqchi bo'lsa agar, bu mana shu analizlarni 1 yilda bir marta profilaktik analizlarni topshirish kerak. Afsuski bu narsani simptomi yo'q. Saraton bo'lganingiz boshlanganini sezmaysiz. Simptomlar boshlandimi, demak уже rivojlanib bo'lgan, уже u yoqda уже серьезно lechение kerak. Обязательно operatsiya qilishmi, saratonni olib tashlashmi, nurmi, ximioterapiyami, уже rivojlanib bo'lgan, уже o'tib bo'lgan, rivojlanib bo'lgan darajasida sizda simptom boshlanadi. Jiddiy kerak, lechение kerak bo'ladi. Uchun profilaktik topshirib turish kerak. Har yili bir marta profilaktika uchun, o'zingiz sog'ligingiz uchun topshirib turing. Mana prostata kasalliklari bilan kasal bo'lgan bemorlarda jinsiy hayot bilan qanday o'zgarishlar bo'ladi? Aksariyat qismida prostatit, surunkali prostatit bilan aziyat chekadigan bemorlarda jinsiy aloqasi ham yaxshi bo'lmaydi. Jinsiy aloqasi ham yaxshi bo'lmaydi, chunki organizmda buzilish bo'lganda organizm yaxshi ishlamaydi. Organizm birinchi bu buzilishni to'g'irlash kerak, keyin уже ikkilamchi jinsiy quvvatga nazar qaratishi mumkin. Shuning uchun prostatit, surunkali prostatit insonlarda jinsiy aloqa yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni jinsiy aloqadan keyin sperma, ya'ni orgazm holatidan keyin sperma chiqadi, sperma chiqqanida achishishlar, jinsiy aloqadan keyin siyishsa kuchli achishishlar, 2-3 kunlab achishlar bo'lishi, shu achishish hisobiga ham organizmda уже bu narsa psixogen qo'rquvga olib keladi-da. Jinsiy aloqa qilsam achishyapti, organizmda o'zi ham mana shu jinsiy quvvatni susaytirib boshlaydi. Mana shu imенно achishish yoki og'riqdan xalos qilish uchun o'zini. Prostatit kasallarida aksariyat qismida jinsiy aloqa, jinsiy quvvat bilan muammolari bor. Hammasi birgalikda keladi. Siyishim achishyapti, 3-o'rinda, 4-o'rinda shikoyati jinsiy quvvatim yaxshi emas, yaxshi turmayapti. Xohishim past. Yaxshi jinsiy aloqa qilmayapman. Tez bo'shanish bo'lyapti. Prostatit bilan ushbu shikoyatlar yonma-yon yuradi. Demak, jinsiy hayotga ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi.
Mana hozirda o'tirib ishlaydigan ishlar ko'payib ketgan. Shu o'tirib ishlashda prostatit kasallik bo'lishi mumkinmi? Ko'p o'tirib ishlaydigan odamlarda mana hozir aytishniklar bor, logistika bor, ko'p o'tirib ishlaydigan kompyuter oldida hozirda rivojlanyapti. Faqatgina kompyuter oldida odamlar sohalar ko'payib ketgan. O'tirib, mana taksistlar ko'p o'tiradi. Shularda prostatit kasalliklar uchrashi qanchalik to'g'ri? Ko'p uchrashi. Juda ham ko'p uchraydi. O'tirib savol juda to'g'ri berildi, chunki mana shu aksariyat qismi mana bankirlar, kompyuterda ishlaydiganlar, sekretarlar, haydovchilar, logistikada ishlaydiganlar, fura haydaydiganlar, o'tirib ishlaydigan insonlarda deyarli hammasida prostata bezi shamollashi bor, prostatit shikoyatlari bor, achish bor, siyolmayapman, yaxshi siydik chiqmaydi, napori past deydi, siydigimda qolib ketganday bo'ladi deydi. Ikkinchisi shikoyati bu jinsiy quvvat susayishi. Buni sababi nima? Buni sababi kam harakatlik, bu qon aylanishida yaxshi bo'lmasligi. Yurak yaxshi ishlamasligi, yurak yaxshi qonni pastga yetkazib bormasligi. Ya'ni kam harakatlik birinchidan semirishga olib keladi. Aytganimizdek, semirish bu jinsiy quvvat pasayishiga, prostatitga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan qon aylanishi yaxshi bo'lmasa, qon aylanishi yaxshi bo'lmagandan keyin, energiya ham yo'qotish yaxshi bo'lmagandan keyin, bu narsa aytganimizdek jinsiy quvvat bu qon bilan bog'liq, qon bilan to'yinishi bilan bog'liq. Qancha qon ko'p kelsa, shuncha ereksiya ham yaxshi bo'ladi. Unaqa kam harakat odamlarda qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Chunki yurak nagruzka bilan yaxshi nasos funksiyasini kuchaytirib, qonni yetkazib bermasa, yurak asta-asta yalqovlana boshlaydi-da, qon aylanishi ham susaya boshlaydi. Shunaqa ishlaydigan, o'tirib ishlaydigan insonlarda hammasida deyarli prostatit bor. Jinsiy muammolar bor, ereksiya susayish muammolari bor. Keyin ko'rgan bo'lsangiz, qanaqadir yaqinda tabib chiqdi, egarcha deb maqtadi. Egarchani qo'ysang, o'tirgan joyga egarchani qo'yasan, prostatit bo'lmaysan dedi. Shu qanchalik to'g'ri? Agar topsam, men beraman bu kishiga, qo'yaverarlar kadrga. Da, zo'r bo'lardi. Mana shu savol juda zo'r, o'rinli savol, chunki bu videoni ko'rib endi boshda e'tibor bermadim bu videoga. Endi hay nima deysiz dedim. Ikkinchidan doktorlar ham bu narsani reklama qilib chiqib boshladi. Doktorlar bu narsaga уже jahlim chiqib boshladi. Mana shu yurganingda egar qo'yasan, prostatang zo'r bo'ladi, prostatit bo'lmaysan, keyin ereksiyang ham zo'r bo'ladi. Aslo, qat'iy noto'g'ri. Qat'iy noto'g'ri. Bu struktura kasalligiga olib keladi. Prostata bezi odamlarda tushunchasi paydo bo'lishi kerak-da. Prostata o'zi qayerda? Prostata u oraliq sohada joylashmagan, u ichkarida joylashgan. Masalan, biz prostata bezini masalan onkologiyasida tekshirganimizda rektalni birinchi bo'lib barmoq bilan tekshiramiz. Ya'ni qattiqlanish joylari, toshdek qattiq joylari bormi, yo'qmi? Barmoq bilan kirganingizda mana shu sohagacha ham kirishingiz kerak. U egar ichkariga kirmaydi. Egar faqat pastda bo'ladi. Prostata bezingiz qayerda? Tepada. Egar qayerda? Qanday qilib bu egar tepagacha ta'sir qilishi mumkin? Bu bekor gap. Bu naborot odamlarda struktura kasalligi degani kanal torayib qoladi. Ya'ni doimiy jarohatlaysiz. Kanal juda nozik narsa. Og'iz bo'shlig'ida shilliq qavat qanaqa bo'lsa, xuddi shunday kanalizm shilliq qavatdan iborat. U doimiy jarohatlaysiz. Jinsiy a'zo kanali, to'g'ri? Jinsiy a'zo kanalida siyish kanali, sperma chiqish kanali bitta narsada bizlarda. Mana shu jarohat bitadi. Bitgan narsa nima bo'ladi? Fibroz bo'ladi, chandiq bo'ladi. Chandiq nimaga olib keladi? Qisilishga olib keladi. Chunki chandiqlangan soha kengayish xususiyatiga ega emas. Shuning uchun kengaymaydimi? Napor bilan siydik kelgan mana shu yerga urilib, siydikda to'liq chiqmasligiga, siydikda achishiga, bora-bora siyolmay qolishiga olib keladi. Kanal yopilib qoladi. Bu narsani nima deydi? Jinoiy javobgarlikka tortish kerak deb o'ylayman bunaqa insonlarda. Bu narsa hozircha bu narsada, bu odamlarda bilimsizlik, odamlarda kasalliklarga olib kelyapti-da. Bilimsizlik. Bu narsani yaqinda endi bu narsa boshlansa kerak. Informatsiya, noto'g'ri informatsiya, ya'ni odamlarda kasal qiluvchi informatsiya, bunaqa odamlarda doktorlarda jinoiy javobgarlikka tortish kerak yoki doktorlik sertifikatidan lishat qilish kerak. Doktorman deb bunaqa informatsiyani tarqatishiga mutlaq qarshiman. Chunki odamlarni bilib kasal qilyapti bular. Kasallik, struktura kasalligi juda injiq, juda to'g'rilash qiyin bo'lgan kasallik. Operatsiyalari har doim ham yaxshi o'tmaydi. Yaxshi bitib ketmaydi tikkan joyingiz. Bu narsaga mutlaq qarshiman. Bu yerda endi ko'rishimiz mumkin, даже taniqli doktorimiz u narsani reklama qilib chiqyapti. U narsani u doktorda o'zi ko'plar hurmat qilmaydi doktorlar orasida. Bilgan, tushuncha, o'zini doktor bo'lib bilgan, bilimi yaxshi insonlar uni hurmat qilmaydi. U biznesmen. U kishi pul uchun reputatsiya doktorligini sotgan insonda.
shuni reklama qilyaptimi, bu narsadan juda men u kishini o'zi uncha hurmat qilmas edim doktor sifatida. Endi u shoumen. Odamlarga kerakli narsani Alloh deydi, mana shunday namoz o'qiyman, unaqa deydi-da, Alloh namozda orqasidan odamlarga pul qilib aldab sotyapti. Bu birinchidan din tarafdan hurmat nafrat paydo bo'ladi unaqa insonda. Ikkinchidan doktor sifatida nafrat paydo bo'ladi insonda. Unaqa insonlarni umuman davolashdan, meditsinadan yiroq ushlash kerak. Demak, ko'rgan narsalaringizga internetdan nimani ko'rsalaringiz ishonib ham ketavermanglar. Immunospesialist o'sha ishonchli bo'lmasa, to'g'rimi? Yaqinda keyin qanaqadir yana bitta doktor bloger bor. U o'zbekcha kontent olib boradi YouTube kanalida, juda taniqli bloger. Esimdan chiqdi. Qanaqadir soda bilan bir narsa asalda aralashtirib ichib, короче, mana shuni jinsiy quvvatni oshiringlar. U короче ichgan sodani asal bilan aralashtirib ichgan. Mana shuni asal bilan dedimi, nimadir bilan aralashtirib. Ko'rdim, bir chiqdim. Mana shu narsani ichibdi, kelyapti, kasal quyuq qon siyapti. Pishivay soda ichgan. Pishivay sodani. Quyuq qon siyapti, siyganidan keyin уже siyolmay qolyapti. Уже tampanadi, ya'ni qovoqda qon ko'pligidan laxta bo'lib, laxta kanalda tiqib qo'ygan. Siyolmayapti. Chiqqan siydik, kanal yopiq bo'lgani uchun qovoqda to'lib ketyapti. Shunaqa inson kelyapti, qanday bu narsaga olib keldi? Nimaga desam, ana shu bitta blogerda anosini eshitdim. Doktor ekan u ham. Soda bilan mana shuni aralashtirib ichsang zo'r bo'ladi, prostatiting yo'qoladi, aniqladi. Unaqa insonlarda endi qanday desam, qonuniy kurash uchun to'g'risi aytsam vaqt yo'q-da. Unaqa insonlarga vaqtingiz bo'lsa agar, masalan, soat 2 da bo'shasangiz, ustidan yozib, shikoyat qilib, oxirigacha mana shuni ilmiy izlanishlar bilan odamlarga ziyon yetkazishini isbotlash uchun, qonuniy isbotlash uchun vaqt ko'p ketadi unaqa insonlarda. Shunaqa endi respublikamizda shunaqa bir aniq qilish kerak. Endi ijtimoiy tarmoqlardagi mana shunaqa noto'g'ri xavf tug'diradigan narsalarni, tavsiyalarni targ'ibot qiladigan odamlarni nakazat qilish kerak. O'shandagina u inson aniqladi. O'shandagina bu inson уже o'ylab ko'radi, o'ylab ko'rmasa уже u narsadan ketishga majbur bo'ladi. Mumkin emas. Xalqimiz afsuski doktorlarga ishonmay, mana shunaqa chala doktor, chala blogerlarga ishonib, o'zini kasal qilib qo'yib, keyin bizlarga kelgandan keyin уже bizlar to'g'rilolmaydigan darajada ham ko'pincha keladi bu narsa. Mana shu egar qo'yib aniq qildim, struktura, все, operatsiya siyolmaysan afsuski. Bitta chala doktorda butun kollektiv, butun общество doktorlari ot yomonga chiqib ketyapti-da. Da, yaxshi doktorlar O'zbekiston meditsinasi bo'lmaydi dedi. Shuning uchun chet elda hammasi O'zbekiston meditsinasi bo'lgan doktorlari vashi bo'lmaydi dedi. Mana shunaqa bir chala savod doktorlari deb, koridorda o'qigan, o'zi sizlar ishlamagan doktorlar deb butun O'zbekiston meditsinasi aziyat chekyapti. Mana bizday doktorlar bor, ko'p taniyman. Bizday doktorlar bor, ko'plari bilan do'stmiz. Juda gрамотный, juda manaman degan Yevropa, Rossiya mutaxassislarini bizlar oldida baland turamiz. Bizlar qilgan ishlarda, operatsiyalarni ko'rib, ular bizlarga o'qishga kelishga tayyor. O'zbekistonga tasavvur qilyapsiz, Rossiya, Belorussiya, Germaniyada bittasi kelmoqchi edi. Aka o'rgating. Tasavvur qilyapsiz, O'zbekiston odatda O'zbekistondan o'rganish uchun keladi, lekin ular o'sha rivojlangan davlatdan bizga kelmoqchi. Bemorlar bizlar o'rganish uchun. Bizlar shuncha mehnat qilamiz, ko'taraylik, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, meditsinasini, salohiyatini oshiraylik, sifatni oshiraylik deymizda, mana shunaqa xalqimiz mana shunaqa bir sharlatan, shaman nima deydi? Hypovoy doktorlar. Da, sharlatan, shaman nima deydi? Tabib ham deb bo'lmaydi-da. Tabib хотя бы ziyon yetkazmaydi sizga. Mana shunaqa bir sehrgarlar gapiga eshitib, mana shunaqa bizlarda reputatsiyamizni tushishi, shuncha mehnatingizga achinasiz-da. Shundan keyin mana shunaqa doktorlarni ko'rib, odamlar "O" deydi, O'zbekiston hammasi doktorlar shunaqa deb o'ylaydi. Shunaqa. Bu yomon narsa. Buni oxirigacha yetamiz lekin. Yetamiz. Javobgarlikka tortamiz u insonlarni. Albatta. Mana ko'pchilik tez bo'shanib qo'yapman, bu kasallikmi yoki yo'qmi deb savol beradi. O'zi tez bo'shalish normami va shu vaqt qancha bo'lishi kerak? Norma. 1 minut, 10 minut, yarim soat birinchisi qancha bo'lishi kerak shu? Tak, tez bo'shanish bu kasallikmi yo'qmi? Kasallik deb ham bo'ladi, kasallik emas deb ham bo'ladi. Hammada temperament har xil. Masalan, temperamenti yuqori, jahldor, tez bir asabiylashib ketgan, tez tutab ketadigan insonlarda tez bo'shanish bo'ladi. Ana shunaqa bir jahldor, bir раздражитель insonlarni bilishingiz mumkin. Mana shunaqa bir inson bo'lsa, значит, unda jinsiy aloqasi ham qisqa bo'ladi.
asabiy insonlarda. Spokойный inson, tinch, bunda tepsa tebranmas insonlar borku, o'shalar jinsiy aloqasi uzoq bo'ladi. Chunki Dunyo- asab sistemasi tinch bo'lsa, sizda organizmingiz sekin ishlaydi. Asabi tez odamlarda hamma narsa tez bo'ladi. Bunaqa insonlarda tez bo'shanish bo'ladi. Normada endi adabiyotlarga qarasangiz 2 minutdan 10 minutgacha ham jinsiy aloqa normada davom etishi deyiladi. Lekin hozirgi vaqtda 2 minut bilan nima deydi? Mana shu ijtimoiy tarmoqlar, internet rivojlanishi, sifrovoy meditsina rivojlanishi, sifrovoy kontent rivojlanishi bilan уже 2 minut bilan odam уже psixologически qoniqmaydi. Ya'ni organizmi qoniqsa ham miyasida 2 minut jinsiy aloqa yaxshi bo'lmadi, qoniqmadim degan signal qoladi. Mana shunaqa insonlarda уже bu kasallik. Ya'ni qoniqish tuyg'usi yo'q. Tez bo'shanib qo'yapti. Masalan, 2 minut norma deb yursa, 2 minut agar nima deydi, o'ziga uveren bo'lsa, 2 minutdan u kishiga уже все, qoniqdimi, все нормально bo'ladi. Lekin o'zida nima deydi, уверенности kam bo'lgan insonlarda mana shu qoniqish tuyg'usi yaxshi bo'lmaydi-da. U 2 minutda ham qoniqmaydi, 5 minutda ham. Unaqa insonlar ko'proq jinsiy aloqa qilish kerak, uzoqroq. Chunki kinolarni ko'p ko'radi, 18+ kontentni ko'p ko'radi, u yoqda soatlab, 40 minutlab ularda fikrida, miyasida qolib ketadi-ku, shu jinsiy aloqa uzoq bo'lishi kerak, yarim soat bo'lishi kerak, 1 soat bo'lishi kerak. Yo'q, norma tabiat bo'yicha jinsiy aloqa uzoq bo'lishi shart emas. Tabiiy shunaqa заложено-ku, jinsiy aloqa qisqa bo'lishi kerak. Chunki qancha jinsiy aloqangiz qisqa bo'lsa, shuncha ko'p siz potomство, nasl qoldirishingiz mumkin. 1 soatlab kuchni yetkazib, jinsiy aloqa qilishda naslda bitta qoldirish ham tabiiy, tabiatdan bu narsa ne norma. Lekin hozirgi zamon talabi jinsiy aloqa uzoqroq bo'lishi kerak. Zamon talabi. Shuning uchun ham kasallik deb ham bo'ladi, kasallik demasa ham bo'ladi. Lekin aniq kasallik qanaqa? 2 minutdan kamroq, ya'ni 2 minutdan qisqaroq jinsiy aloqa bo'lishi, tez bo'shanish, ya'ni bir marta friksiya, ya'ni qinga bir marta jinsiy a'zo bilan kirish, bo'shanib qo'yish, jinsiy a'zo qinga kirmasdan bo'shanib qo'yish, ayol kishini ko'rganda bo'shanib qo'yish, bu уже to'g'irlash kerak bo'lgan narsalar bo'ladi. Bu narsani уже kasallik, buni уже to'g'irlash kerak, davolash kerak. Uni to'g'irlash shartda. Shart. Savol berishgan, birinchisidan keyin ikkinchisiga xohish yo'q. Birinchisida tez bo'shalaman, ikkinchisiga xohish yo'q deyishgan. U shu qanchalik to'g'ri? Ikkinchisiga nima sabab bo'lishi mumkin bu xohish yo'qligi? Aha. Bu xohish bor, lekin mana bu ereksiya yo'qligi. Bu shikoyat bilan juda ko'p bemorlar, erkaklar murojaat qilishadi bizlarga. Birinchi bo'lib erkaklarga beradigan savolim, to'g'ri, ikkinchisiga xohish bo'lmaydi, yaxshi uyg'onish bo'lmaydi, ereksiya qattiq bo'lmaydi deydi. Birinchisi yaxshi deydi. Keyin asosiy beradigan bitta savolim bor. Nima uchun sizda ikkinchi jinsiy aloqaga xohish bo'lyapti? Nima kerak sizga ikkinchi jinsiy aloqa? Tabiatdan bitta bo'lishi kerak. Bizlar shunaqa yaratilganmiz. Nimaga ikki? Savol tupikka tushirib qo'yadi. Keyin keyingi savol beraman, undan keyin javob ko'pincha bermaydi aslida. Ikkinchi savol beraman. Demak, sizda birinchi jinsiy aloqangiz sifatsiz, ya'ni qisqa, ili tez bo'shanish yoki 1 minut 2 minutga bormaydi-ku, siz qoniqmayapsiz. Xuddi shunday deydi. Keling deyman, bu tabiatdan noto'g'ri narsa. Birinchi, ikkinchi, uchinchi jinsiy aloqa bo'lishi, bitta jinsiy aloqa bo'lishi kerak, lekin sifatli bo'lishi kerak. Sifatli deganda jinsiy aloqa qilgandan keyin erkak kishi qoniqishi kerak. Plus ko'p erkaklar ayol kishini qoniqtirishga harakat qiladi. Tushuntirib beraman. Keling deyman, birinchi jinsiy aloqani sifatliroq qilaylik. Uzaytiraylik, vaqtini ko'proq qilaylik. Ayolingiz qoniqishi bo'lsa, keyin o'shandan keyin yaxshi bo'ladimi deyman, ikkinchisiga hojat bo'ladimi deyman. Yo'q, demak ikkinchisi kerak emas bu deydi. Chunki psixologически erkak kishi qoniqmaydi-da. Masalan, 1 minut 2 minutgacha jinsiy aloqa bo'lib qolsa, erkak kishi yonib jinsiy aloqaga tayyor bo'lganida, chiqib ketganidan keyin, tez bo'shanib bo'lgandan keyin уже все, qoniqish yo'q. Psixologически o'zi qoniqmadi. O'zi lazzat qilib maishat qilmadi-da, charchamadi, terlamadi mana shu. Shuning uchun ko'proq bizlar birinchi jinsiy aloqani to'g'rilashga harakat qilamiz. Kuchaytirishga emas, ikkinchisini. Eng asosiysi bu birinchi jinsiy aloqani sifatli qilsangiz, o'sha 2-3 ga hojat qolmaydi. Ayol kishi ham xohlamaydi, ikkinchi jinsiy aloqani erkak kishiga ham xohish bo'lmaydi. Asosiy sabab shu, maqsad va sabab birinchisini zo'r qilsangiz, ikkinchisi kerak emas. Shuning uchun bu erkaklarga beradigan tavsiyamiz bu ikkinchisiga harakat qilmang. Lutcha birinchisini yaxshi sifatli jinsiy aloqa qilishga harakat qilish kerak. Bundan keyin уже ikkinchisiga hojat qolmaydi-ku. Demak, muammo ham bo'lmaydi. Chunki eng asosiy quvvat bu birinchi jinsiy aloqada bo'ladi.
Demak, birinchisida shu ikkita partnyor qoniqishi kerak. Da. Evet. Psixologik qoniqish bo'lishi kerak erkak kishida. Ya'ni buni qanday qoniqtirishimiz mumkin? Ya'ni birinchi jinsiy aloqani bizlar tez bo'shanishda yo'qotishimiz kerak. Ha. Ya'ni 1-2 minut emas, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut jinsiy aloqa davom etsa, ayol kishi ham, erkak kishi ham ushbu jinsiy aloqadan qoniqadi va ikkinchisiga umuman xohishi bo'lmaydi. O'zi 15-20 minutgacha uzaytirsa bo'ladimi? 100%. Endi nima deydi? Aytganimda temperamentga bog'liq bu narsa, ya'ni jahli tez, insonlar tez bo'shanish bo'ladi. Mana shu narsa bilan aziyat chekib keladi. Bu narsani albatta buni to'g'rilash mumkin. Ya'ni birinchi jinsiy aloqani uzaytirish yo'llari, metodikalari bor. Ya'ni ikki xil terapiya qilamiz, ikki xil lecheniya qilamiz. Ya'ni birinchisi medikamentoz terapiya, ya'ni dori-darmonlar bilan uzaytiramiz vaqtincha, ikkinchisi mashg'ulotlar bilan uzaytiramiz. Sport bilan. Da, sport bu ham sport, jinsiy aloqa bu ham sport. Xuddi trenajyorga o'xshagan narsa, bu ham xuddi shuni sport. Buni ham kuchaytirish mumkin, mushaklarni bunda ham uzaytirish mumkin, lekin bu intizom talab qiladi. Dori-darmonlar bilan faqat to'g'rilasangiz agar bu vaqtinchalik effekt. Dorini ishlatasiz zo'r, dorini to'xtatasiz eski holat. Siz muammoni sababni siz yo'qotmadingiz. Siz simptomni yo'qotyapsiz-da, muammo qolib ketyapti. Shuning uchun ikki xil metodika, ya'ni dori-darmonlar bilan stimulyatsiya qilasiz, jinsiy aloqa sezgirlikni tushirasiz. Ikkinchi navbatda esa kasalni o'ziga bizlar mashg'ulotlar o'rgatamiz. Ya'ni mashg'ulotlar bu ikkita mashg'ulot bor. Stop start mashg'uloti bilan Kegel mashg'uloti. Ushbu mashg'ulotni har kuni, har jinsiy aloqada bajarish intizom bilan 2 oy, kimdadir 3 oy, kimdadir 5 oy ketadi. Bu narsani to'g'rilab olishga, ya'ni tushunib olishga. Ya'ni siz organizmingiz o'rganib qolgan, erkak kishining organizmi o'rganib qolgan tez bo'shanishga. Siz uni o'rgatishingiz kerak tez bo'shanmaslikka. Miya bizlarda juda kuchli rivojlanganda miya любой narsani boshqarishi mumkin. Xuddi shunday nafasingizni ham to'xtatishingiz mumkin, yugurishingiz ham mumkin, masalan, hansirashni to'xtatishingiz ham mumkin. Chuqur nafas, bu hammasini miya boshqaradi. Siz signal berasiz, signalga miya javob beradi. Xuddi shunday jinsiy aloqada ham, tez bo'shanishda ham agar lecheniya qilib mashg'ulotlarni bajarsangiz, miyadan o'rganasiz. Birinchidan miyaga o'rgatasiz tez bo'shanmaslikka, ya'ni o'zingizda ehtirosingizni tushirib bilishga o'rgatasiz mashg'ulotlar bilan. Ya'ni ehtiros pik orgazmga borganda ehtirosni to'xtatib tushirib bilish. Bu birdan bo'lmaydi. Bu asta-asta tushunib oladi miya. O'zingiz tushunib olasiz buni boshqarishni o'rganganingizdan keyin. Ikkinchidan mushaklarni qisib turish, ya'ni mushaklar yaxshi qisilsa, baquvvat bo'lsa agar qon aylanishi ham yaxshi bo'ladi. Demak, ereksiya ham yaxshi bo'ladi. Stop start va Kegel mashg'uloti bilan tez bo'shanishni va ikkinchidan ereksiya muammolarini to'g'rilab kelamiz. Bu ham sport. Xuddi qanday mushaklaringizni kachat qilsangiz, jinsiy a'zoyingizni ham xuddi shunday kachat qilishingiz kerak. Ya'ni kuchaytirishingiz kerak. Mana tez bo'shanishni hozir aytganingizdek, qanaqadir mashq dedingiz, o'sha qanaqa mashqlar u? Tez bo'shanishni uy sharoitida qanday davolash mumkin, qanday to'g'irlash mumkin? Asosiy o'zi uy sharoitida bu narsa to'g'irlanadi. Ikkita mashg'ulotimiz bor. Bu bemorlarimizda hammasiga men mashg'ulotlar taklif qilaman. Birinchisida Kegel mashg'uloti, ikkinchisida stop start mashg'uloti. Birinchi mashg'ulot ereksiyani kuchaytirish, jinsiy quvvatni, ereksiyani qon bilan to'lishni kuchaytirish. Ikkinchisi esa stop start mashg'uloti esa jinsiy aloqa vaqtini uzaytirish uchun kerak bo'ladi. Muntazam bajarilishi kerak bo'ladi. Masalan, Kegel mashg'ulotini siz bajaryapsiz, kuniga masalan o'tiribsiz, dars qilyapsiz, televizor ko'ryapsiz, mashina haydayapsiz. Mana shu paytida Kegel mashg'uloti bajariladi. Kuniga mana shu mushaklarni qisib qo'yib yuborish mashg'uloti, qisib qo'yib yuborish 100 martadan kam bo'lmasligi kerak. 100-150 marta o'rtacha qisib qo'yib yuborishingiz kerak. Jinsiy a'zo mushaklarini, to'g'rimi? Kichik chanoq a'zolari mushaklari. Ikkinchi bu stop start mashg'uloti jinsiy aloqa vaqtida bajariladigan mashg'ulot. Bu o'zingizning ehtirosingizni tushirib bilish. Ya'ni siz o'zingizda orgazm holati yaqinlashayotgan paytida sperma chiqishi, tugatishingizni sezayotgan paytingizda o'zingizni to'xtatib bilishingiz. Bu narsani asta miya o'rganib boradi. Ya'ni miya bilan boshqarishni o'rganasiz. Ya'ni stop start mashg'ulotida jinsiy aloqa vaqtida orgazm holati kelayotganini sezasiz. Masalan, 70-80% уже sezasiz, bir 10-15 sekund, 20 sekunddan keyin уже keladi, to'xtaysiz, tugatasiz. Mana shu paytda to'xtaladi. To'xtalangandan keyin 10-15 sekund jinsiy aloqa qilinmaydi. Tinchlaniladi. Keyin yana qaytadan jinsiy aloqa qilinadi. Har doim har bir jinsiy aloqa vaqtida ushbu stop start mashg'ulotini 3-4 marta bajarishingiz kerak. Buning uchun ayol kishining ham juda muhim nima deydi, o'rni bor. Chunki ayol kishi bu narsani tushunishi kerak, ayol kishiga tushuntirib berish kerak. Bilasan, mana bu narsani qilamiz, sen o'ylama bunday qilyapman deb, bu narsani prosta jinsiy aloqani uzaytirishim uchun kerak. Shuning uchun mana shu narsaga chidab sabr qilib turasan deb aytasiz. Chunki g'alati-ku, shunday orgazm holatiga kelasizda birdaniga to'xtayapsiz-da, все.
Ayol kishi hayratda bo'ladi, nima qilyapti bu, kasal bo'lib qolganmi deydi. Yo'q, tushuntirib borish kerak, chunki ayol kishi ham bu narsani sizda qo'llab-quvvatlash kerak. Bu narsani yordam berish kerak. Vaqtinchada bu keyinchalik Да, o'z ko'paytirib ketadi. Aytyapman-ku. Где-то 3 oylar mana shu bemorlarimiz 3 oylar davomida mana shu mashqlarni bajarganda 3 oydan keyin уже miyasi bilan tushuncha paydo bo'ladi. Qisqa qanday cho'zish, qanday to'xtatish, qanday uzaytirish, asta mayda qadamchalar bilan jinsiy aloqani keyin agar maksimal cho'qqisiga yetasiz-ku, mana shu mashqlarda miyangizni maksimal уже o'rganganingizda boshqarishda jinsiy aloqani уже davomiyligini siz boshqarasiz. Masalan, xohlasangiz 1 soat, xohlasangiz 3 soat, xohlasangiz 6 soat, xohlasangiz 40 minut. U o'zingizga bog'liq bo'ladi, chunki siz to'xtata olasiz bu narsani. Orgazmni tushirib bilasiz, ehtirosni. Ehtirosni tushirib bildingizmi, demak siz tugatmaysiz. O'zingizga bog'liq bo'ladi. Xohlasangiz tugatasiz jinsiy aloqani, xohlasangiz tugatmaysiz. Bu narsa juda muhim. Eng asosiysi shu. Keyin hozir ko'p trendda yurgan narsalar jinsiy aloqani uzaytiradigan dorilar qabul qilish boshlagan hozir, ayniqsa yoshlar. Ko'pchilik shu dorilar keyinchalik ta'siri bormi yoki bu qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin keyinchalik? Hozir ichyapti, "Men zo'rman, 1 soat, 2 soat" deb aytadi. Shu keyinchalik qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin? Har qanaqa dorilar ereksiyani kuchaytiradigan va vaqtni uzaytiradigan dorilar. Albatta, mana shu ereksiyani, to есть jinsiy aloqani vaqtini davom ettiradigan dorilarda juda katta ta'siri bor organizmga. Ya'ni bu dorilar miyaga ta'sir qiladi. Sizda dopamin mana shu sistemani buzadi-da, asabni tinchlantiradi. Bu asosiy dorilar asab tinchlantiruvchi dorilar. Ya'ni aytganimdek, asabi tez odamlarda tez bo'shanish bo'ladi-ku, bular asabni tinchlantirganidan keyin jinsiy aloqa ham uzoqroq bo'ladi. Dori qabul qilgan paytingiz yaxshi. Dorini to'xtatasiz, yana eski holatga qaytasiz. Aytganimdek, siz muammoni hal qilmadingiz. Lekin uzoq vaqt bu dorilarni iste'mol qilish organizmda gormonal buzilishga olib keladi. Estradiol, prolaktin buzilishiga olib keladi-da, bunisi erkak kishi tushkunlikka tushib qoladigan bo'ladi. Depressivniy, bir xursandchilik yo'qoladi. Bu juda kuchli ta'sir effektiga ega. Shuning uchun bu dorilarni uzoq iste'mol qilish mumkin emas. Особенно doktor nazoratida. Bu doimiy iste'mol qilinadigan dorilar emas. Ikkinchidan yana dorilardan tashqari sprey vositalari bor. Sprey vositalari ham yaxshi, lecheniyada boshida ishlatamiz u narsani vaqtinchalik. Uni keyin baribir uni ham to'xtatish kerak. Chunki ishlatasiz, organizm u narsaga ko'nikkandan keyin sezmay boshlaydi. O'sha lidokain bo'ladi, ichida karaxt qiluvchi modda. U narsa ham ta'sir effekti asta-asta susayib boraveradi. Chunki asosiysi sababni davolash kerak. Bu spreylar ereksiyani pasaytiruvchi spreylar, to'g'rimi? Yo'q, sezgirlikni pasaytiruvchi. Sezgirlik. Da. Bu jinsiy aloqani uzaytiradigan dorilar, bular ko'proq lekin erkak kishi psixikasiga ta'sir qiladi. Keyingi savolimiz mana aytilgan 18+ videolarda, ya'ni pornografiyaga ereksiya bor, ayol kishiga real hayotda ereksiya yo'q. Bu qanaqa psixologik muammomi yoki erektil disfunksiyami, nimadan bu? Bu ko'proq to'g'rirog'i psixologik muammo. Mana shu 18+ videolar, porno videolar deymiz. Mana shunaqa videolarni ko'p ko'radigan va masturbatsiya qiladigan insonlarda hammasida deyarli shu shikoyat bor. Mana sizga hayotiy istoriyani aytib beraman. Ya'ni Samarqandda bo'lib o'tadigan, ya'ni bu dunyoda eshitgan narsam emas, o'zimga murojaat qilib kelgan insonlar. Erkak kishi kelyapti, erkak kishi ayoli juda chiroyli. Shunaqa holatlar bo'ladi, ayol endi yoqmaydigan, lekin yo'q, chiroyli ayolim bor deydi. Figurasi ham yaxshi, o'zi ham yaxshi, hidi ham yaxshi, hamma har taraflama yaxshi, lekin ayolimni xohlamayman. Ereksiyam yo'q ayolimda. Lekin porno ko'raman deydi. Pornoni ko'rib, masalan, hojatxonaga kiraman. Jinsiy aloqadan oldin porno ko'raman. 18+ video hojatxonada ko'ramanda, ereksiya bo'lgandan keyin borib jinsiy aloqa ayolim bilan ko'raman. O'sha 18+ videoni esga keltirib ko'raman deydi. Bu уже psixologik bog'lanish. Yana bitta real holat, bu ham Samarqandda, bu bizlarga murojaat qilgan bemorlar. Erkak kishi 18+ video va masturbatsiyaga shunchalik qaram bo'lib qolganki, oddiy jinsiy aloqa unga qiziq emas. Ya'ni ayoli, u kishini ham ayoli, o'ziga yarasha chiroyli, yaxshi ko'rinishga ega ayol, lekin shikoyati, ya'ni jinsiy aloqa qilayotganda spalnida video qo'yib qo'yishadi. Ya'ni 18+ video qo'yiladi-da, o'sha erkak kishi faqatgina o'sha videoga qarab, ayol kishi o'zini ayoli bilan jinsiy aloqa qiladi. Boshqa holatlarda jinsiy aloqa yo'q. Ya'ni oddiy prosta video ko'rmasa ereksiya bo'lmaydi. Video ko'rsa ereksiya bo'ladi.
bu juda kuchli psixologik qaram hisoblanadi. Bu juda kuchli psixologik ta'sir. Ya'ni erkak kishini o'zi ham o'zimda kasalligim bor, mana bu bor deb o'ylaydi. Ayol kishiga ham bu psixologik o'zimda erkagim meni xohlamayapti. Menda qanaqadir muammom bormi deb bu oilani buzilishiga ham olib keladi. Bunaqa istoriyalar ko'p. Ya'ni 18+ video va masturbatsiyalar juda kuchli ta'sir qiladi. Ya'ni erektil disfunksiya, ya'ni jinsiy xohishi yo'q. Davolasa bo'ladi, to'g'rimi? Davolasa albatta bo'ladi. Albatta davolasa bo'ladi. Bu qadama-qadam, bosqichma-bosqich davolanadigan narsa. Lekin bu narsani davolab bo'lmaydigan narsani afsus hozircha unaqa juda kam kasalliklar davolab bo'lmaydi, lekin ushbu muammolarda albatta 100% davolash mumkin. Jinsiy aloqa vaqtida birdaniga uxlab qoladi yoki ereksiya yo'qoladi. Nima sababi? So'rab berdi deyishgan. Men vaqt keldi, shu so'rab birdan aytaman. O'zi ko'rib oladi. Tak, bu yerda omillari va sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Asosiy sabablarni aytib o'tamiz. Ya'ni jinsiy aloqa vaqtida ereksiyani birdan yo'qolishi bu gormonal buzilish bo'lishi mumkin. Aytib o'tganimizdek 18+ video ko'p ko'radigan va masturbatsiya qiladigan insonlarda bu narsa doimiy uchraydi. Ya'ni keyin ehtirosda yo'qolishi, ya'ni ko'p stress, ko'p kam harakat hayot, ojireniya bor insonlarda ham ko'p uchraydi. Agar yosh inson bo'lsa, agar yosh bola bo'lsa, agar unda asosiy sabab bu ko'proq porno videolar, masturbatsiya bilan shug'ullanish yoki kuchli hayajon sabab bo'lishi mumkin. Qo'rquv yoki hayajon. Ko'pincha lekin shularni so'rab surishtirganingizda ushbu insonlar ko'proq mana masturbatsiya bilan shug'ullanib, 18+ video ko'radigan insonlarda bu narsa ko'p kuzatiladi, aksariyat qismida. Keyingi savol, qiz bolalar bilan gaplashgan paytim jinsiy a'zodan qanaqadir shilimshiq modda ajralyapti. Bu kasallikmi yoki normami deb so'rashgan. Bunga javob berib o'tsangiz. Bu kasallik ham norma ham deb hisoblasa bo'ladi. Kasallik yoki normalligi miqdoriga bog'liq. Bu narsa masalan shilimshiq suyuqlik spermatariya degan kasallik bor. Spermatariyada sperma ajralib boshlaydi yoki masalan ereksiya holati bo'lganda bu agar kam miqdorda bo'lsa 2-3 tomchi, 5 tomchigacha bu norma hisoblanadi. Ya'ni bu organizmda himoya reaksiyasi. Organizmlarda aytib o'tganimizdek bezlar bor. Jinsiy sistemamizda, siydik ayirish sistemamizda bezlar bor. Jinsiy aloqadan oldin ereksiya vaqtida shu bezlar suyuqlik ishlab chiqarib boshlaydi. U suyuqlik kanalda qo'pol qilib aytganda quruq kanalda mo'ylab chiqadi. Mo'ylashining sababi bizlarda siydik bilan sperma chiqish kanal bir xil-ku. Siydikda ichida mochivina, kreatinin shunaqa moddalar borki, spermani sostaviga va yashovchanligiga ta'sir qilishi mumkin. Mana shu kanalda bu suyuqlik qamrab oladida, spermani chiqishiga, spermani kanalda mana shu siydikdagi qoldiq moddalar bilan vafot etishiga, nobud bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Bu odatiy holat, bu hammada bo'ladigan holat. 2-3 tomchi, 5 tomchigacha norma. Lekin shunaqa bemorlarimiz bor, 2-3 tomchi emas, katta dog' bo'lib qoladi. Shunaqangi ko'p ajraladiki, 20-30 tomchigacha ham xuddi bir peshob ajralganda suyuqlik ajraladi. Bu уже kasallik. Bu уже kasallik deyiladi. Bu bezlarda shamollashi. Ya'ni demak u kishida qandaydir jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiya bor, shamollashlar bor, что bu narsani davolash kerak. 2-3-5 tomchi bu norma, undan ziyod bo'lyaptimi, doktorga murojaat qilib buni davolash kerak. Atak bu narsadan qo'rqish kerak emas, bu odatiy holat, himoya reaksiya bu. Agar kam ajralsa. Kam ajralsa. Normada ajralishi kerak. Keyin ayol kishidan ham savol kelib tushgan, qanday qilib turmush o'rtog'imni urolog ko'rigiga olib borishga ko'ndirsam, olib boraman debam, lekin qarshilik qilyapti. Qanday qilib ko'ndirsam bo'ladi degan. Shunga hozirda xursand, bir tarafdan xursand qiladigan narsa ayollarda o'zlari erini olib keladi. Doktor deydi, majburlab, urush qilib, janjal qilib, yo sendan ketaman deydi, yo kelasan doktorga deydi. Hozirgi hayotda endi rivojlanish deb aytganimdan keyin уже ayollar уже tushunib boshladi, что jinsiy aloqa bunaqa bo'lish kerak, bunaqa kasallik, bunaqa normada jinsiy aloqa qanaqa bo'lish kerak, erkak kishida ereksiya nima bo'ladi, qanday уже tushuncha paydo bo'lgandan keyin ayollarda o'zi olib kelyapti. Masalan, shunaqa erkaklar bor, juda ham nima deydi, uyalchang erkaklar, endi olib borsam, demak, muammom bor, bilib qoladi, uyaladi. Unaqa erkaklarda ayollar bosim bilan emas, yaxshi gap bilan olib kelish kerak. Men tushuntiraman, eringga tushuntir. Mana shunaqa, keling, boraylik, может tekshirtiraylik deb akkuratni negativsiz tushuntirish kerak. Chunki erkak kishi agarda ayoli qoniqmayapman, unaqa qilyapman deb bosim bilan sen kasalsan desa, erkak kishi полностью psixologически, ya'ni ereksiyasi
yo'qolib qoladi. Umuman ayolni xohlamaydigan bo'lib qoladi. Bu narsa battar dabivat qiladi ayolni. Shuning uchun yaxshi gap bilan ko'pincha to'g'ri aldab bo'lsa ham olib kelish mumkin yoki to'g'ri просто spokойно gaplashib, men shunday tavsiya beraman-da, ayting, tushuntiring, mana shunday bo'lyapti. Iltimos, boraylik. Men sizni yaxshi ko'raman. Mana shunday yaxshi gaplar bilan aldab olib kelish kerak. Chunki ayol kishi o'zidan o'zi bu narsa bo'lyapti deb aytmaydi-ku. Demak, qanaqadir muammo bor, что olib kelish kerak-da. Asosiysi erkak kishini majburlab qo'rqitish bilan emas, kimdir qo'rqitish bilan, kimgadir qo'rqitish o'tadi, kimgadir yaxshi gap o'tadi, kimgadir bosim o'tadi. Individual, turmush o'rtog'iga qarab, sharoitga qarab, turmush o'rtog'iga qarab taktika qilish kerak. 18+ videolar pornografiya zararmi? 18+ video va pornografiyalar ko'rish erkak kishi uchun zarar esa ham bo'ladi. Menga jinsiy aloqa, ya'ni ereksiya kuchayishi, jinsiy xohish, ayollarga bo'lgan xohish kamaygan insonlar ko'p keladi murojaat bilan. Ularga birinchi beradigan tavsiyamiz pornografiya, 18+ videolar, Instagram, Telegramda hamma bunaqa bir ehtirosni oshiradigan narsalarni o'chirib tashlash, bloklab tashlash. Ko'ziga faqat ayollar ko'rinishi kerak. Chunki siz 18+ video pornografiyada ko'radigan pozalar, formalar, tana, partnyor, unaqa pozalar, unaqa narsalar hayotda bo'lmaydi. Shuning uchun ham jinsiy xohish bo'lmaydi. Chunki siz u yoqda ko'rasiz, hamma narsa chiroyli, svet yaxshi, forma, ugl yaxshi, hamma narsa ideal, hamma narsa, lekin real hayotda bunaqa emas-da. Bunaqa pozada siz jinsiy aloqa qila olmaysiz. Bunaqa rakursda siz ayolingizni ko'ra olmaysiz. Masalan, bu ko'p bu narsalarni ko'rgandan keyin miya o'rganib qoladi-da. Miyaga shu narsa yoqadi, miyaga shu narsani bersangiz jinsiy reaksiya bo'ladi, ya'ni ereksiya bo'ladi, o'lat uyg'onish bo'ladi. Jinsiy oddiy hayotga kelganda bu narsalar yo'q. Chiroyli narsa yo'q, forma yo'q, figura yo'q, poza yo'q, rakurs yo'q. Shundan keyin uyg'onish bo'lmaydi. Ya'ni oddiy jinsiy aloqa hayotiy qiziq bo'lmay qoladi. Shuning uchun ham organizmga signal bormaydi. Ereksiya berish kerak degan signal. Shuning uchun bu zarar deb to'laqonli aytishimiz mumkin. Umuman ko'rmaslikni tavsiya qilar edim. Masturbatsiya, mana pornografiya ko'rib, masturbatsiya qilish, ya'ni xalq tilida aytganda 5 ga 1 qilish, bu zararmi? Albatta 100% zarar deb ayta olamiz, chunki bu psixologik muammoga olib keladi. Ya'ni impotensiya psixologik, ya'ni miyadan kelib chiqqan ereksiya bo'lmasligi, kelib chiqishi tufayli ereksiya bo'lmasligi. Ya'ni 18+ video ko'rib masturbatsiya qiladigan insonlar, erkaklar, bular masturbatsiyaga o'rganib qoladi. Ya'ni qo'li bilan keraklicha qisilish, keraklicha bosim, keraklicha skorost, keraklicha tezlik bera oladi. Oddiy tabiiy jinsiy aloqaga o'tganida keraklicha qisilish olmasligi mumkin, keraklicha skorost, keraklicha ugl ola olmasligi mumkin. Shu hisobiga erkak kishida jinsiy aloqa vaqtida o'latib ereksiya yo'qolib qolishi vujudga keladi, xohish yo'qolib qolishi. Aytganimizdek, videodagi chiroyli narsalar hamma tabiiy narsa emas-da. Tabiatda bunaqa videolar, pozalar bo'lmaydi, bunaqa jinsiy aloqa uzun bo'lmaydi. Ehtiros tushib ketgani hisobiga ereksiya ham yo'qolib qoladi. Masturbatsiya qiladigan insonlarda hammasi konsultatsiyaga kelganda hammasida erektil disfunksiya bor. Yoki yaxshi turmaydi, yoki jinsiy xohishi yo'q ayoliga, yoki jinsiy aloqa vaqtida ereksiya tushib ketadi. 18+ videolar ko'rib masturbatsiya qilish zararmi? 100% zarar. Chunki 18+ video ko'radigan va masturbatsiya qiladigan insonlarda hammasida, deyarli hammasida erektil disfunksiya, ya'ni ereksiya buzilishi bor, ya'ni impotensiya, ya'ni jinsiy aloqa vaqtida jinsiy o'lat, jinsiy a'zo yaxshi turmaydi, yaxshi qattiq bo'lmaydi, jinsiy aloqa vaqtida uxlab yotib qoladi. Va основном aksariyat hollarda mana shu masturbatsiya qiladigan yosh bolalarda bu narsa ko'p uchraydi, ya'ni tabiiy odatiy jinsiy aloqaga borganda bu narsa kuzatiladi, ya'ni ereksiya yaxshi turmaydi, yoki uxlab qoladi, yoki keraklicha turmagan, keraklicha qattiq bo'lmaydi, yoki umuman uyg'onish bo'lmaydi. Chunki nimaga aytganimizdek 18+ video masturbatsiya qilganda, ya'ni qo'l bilan keraklicha qisilish berishi mumkin, keraklicha skorost, temp berishi mumkin, lekin tabiiy jinsiy aloqa qilganda ayol kishi bilan bu narsani qila olmaydi. Ya'ni keraklicha qisilish kerak bo'lmasligi mumkin, keraklicha sezgirlik bo'lmasligi mumkin. Keyin 18+ video pornografiya videolaridagi pozalar, figura
o'zini dididagi inson bo'lishi mumkin, ayol kishi bo'lishi mumkin. Unaqa real hayotda bunaqa pozada, bunaqa ko'rinishda, bunaqa gradusda ko'rib bo'lmaydi. Tabiiy jinsiy aloqa qilganingizda ko'p narsa endi ko'rinmaydi. Ko'p narsa ko'ringandan keyin miyada uyg'onish bo'lmaydi. Lekin chunki miya unaqa mana shunaqa pozada, mana shunaqa vid gradusga o'rgangan, mana shunaqa bir nereal hayotda uchramaydigan pozalar va ayollarga o'rgangan, hayotdagi ayol yoki pozalari buni qoniqtirmaydi. Shuning uchun ham jinsiy ehtiros jinsiy aloqa vaqti yo'qolib qolishi mumkin, ya'ni uxlab qolishi mumkin, qo'pol qilib aytganda, ili umuman jinsiy aloqaga ereksiyasi turmasligi mumkin, chunki organizm уже miya o'rgangan mana shunaqa narsalarni ko'rib, nereal tabiatda hayotda uchramaydigan, hayotida bo'lmaydigan jinsiy aloqalarni ko'rib, o'rgangandan keyin miya uchun bu yetarli bo'lmay qoladi. Zerikarli bo'lib qoladi. Zerikarli bo'lgan narsa organizmga signal bermaydi. Ya'ni ereksiya bo'l degan signal. Shuning uchun masturbatsiya va 18+ video pornografiyalar ko'radigan va ushbu 5ga 1 bilan shug'ullanadigan insonlarda hammasi shu narsa bor. Demak, onlayn partnyor ko'rgandan keyin, живой partnyor, hayotdagi partnyordan qoniqmaydi. Qiziqish yo'q. Qiziqish bo'lmagandan keyin uyg'onish ham bo'lmaydi. Ereksiya ham bo'lmaydi. Demak, 5ga 1 zarar. Masturbatsiya. Zarar deb ayta olamiz. Mana ko'pchilik 18+ video pornografiya ko'radi. Ko'rgandan keyin o'zi orientatsiya buziladi. O'sha videolarga ham, real hayotdagi ayol kishiga ham qoniqmay qo'yadi. Reaksiya bo'lmaydi. O'shalari orientatsiyasi buzilgandan keyin bilamiz, hammamiz bilamizki, orientatsiya buzilgandan keyin gey bo'ladi. Erkak kishiga qiziqish boshlaydi. U xalq tilida aytganda erkak kishiga qiziqish boshlaydi. Shunaqa holatlar bo'lganmi? U kelganmi bironta bemoringiz yoki eshitganmisiz? Bunaqa именно shu narsalarni ko'rib, keyin mana shu narsaga qiziqish bo'lmagan-u, lekin ilmiy tarafdan aytib o'tadigan bo'lsak, pornografiya va masturbatsiya bilan shug'ullanadigan erkaklar, yosh yigitlarda pornografiya ko'rgandan keyin qiziqish asta-asta so'ni boshlaydi. Ya'ni porno aktrisalarni ko'rib, уже boshqacha pozalar izlay boshlaydi, boshqacha holatlar, patologik holatlar, masalan, qarindoshlar insest izlay boshlaydi. Insest izlagandan keyin уже gruppavoyga o'tadi, ya'ni gruppa bo'lib bitta ayolni zo'rlash, mana shunaqa, ya'ni organizm miya ko'proq talab qilavergandan keyin bular izlab ketaveradi va oddiy jinsiy aloqa, oddiy porno bularga уже zerikarli bo'lgani uchun har xil narsalar izlayveradi va bora qiziqish suni borgani hisobiga yangi narsa ixtiro qilish kerak endi o'ziga. Yangi narsa, yana endi porno videolar ko'rganingizda u narsa gey videolar ham tushib boshlaydi. Mana shu narsalar bitta ko'radi, opa, u miya uchun boshqacha yangi narsa. Bu narsani o'zi ham kelajakda keyin erkaklarga bo'lgan qiziqish paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni oddiy jinsiy aloqa, ya'ni ayol kishi erkak kishi уже qiziq bo'lmaydi, ko'ryapti qarindoshlar, ko'ryapti gruppavoy videolar, mana shunaqa уже ko'p ko'rgandan qiziqish so'nib borgandan keyin organizmga yangi narsa, miyaga yangi narsa berish kerak. Gey video ko'radi, bir ko'radi, u ko'radi. Shundan keyin buzilish asta-asta boshlanishi mumkin. 100%. O'zgarib ketishi mumkin. Da. Keyin shu geylar o'zi tug'ma bo'ladimi yoki приобретённый, bu yillar davomida shunaqa shakllanib ketadimi? Ko'pchilik aytadi, tug'ma geylar ham bo'ladi. Geylar bu shunaqa, bu orttirilgan narsa emas, asosiy, ya'ni gey deymiz, ya'ni erkak kishiga bo'lgan qiziqishi bu ko'proq psixologik muammo, ya'ni psixika buzilishi bilan bu lekin ko'pincha tug'ma bo'ladi. Ko'plar aytishadi-ku, gormonal buzilish shunaqa, lekin to'g'ri, gormonal buzilishni o'rni ham bor, lekin masalan gey sportchilarni ko'ring mana. Ular steroidlar, testosteron moddalari qabul qiladi, lekin geyligi yo'qolib qolmaydi-ku. Naborot ko'proq gey bo'lib boshlaydi. Ya'ni ehtiros, erkak kishi bo'lgan ehtirosi oshib boshlardi. Ya'ni ayol kishiga ehtirosi oshmaydi. Bular ko'proq приобретённый emas, ya'ni orttirilgan emas, ko'proq bu tug'ma bo'ladi. Tug'ma miyada qandaydir buzilish hisobiga. Bu saksopatologiya, mana shu buzilish hisobiga. Orttirilgan ko'proq geylar bo'lmaydi, orttirilgan ko'proq anolar bo'ladi. Ayollarda orttirilgan bo'ladi. Ya'ni yoshligida ayollarda zo'rlanishga duch kelgan ayollar, masalan, erkak kishi bir ikkita bolalarni ushlab zo'rlaganidan keyin erkak kishidan qo'rqib qoladi ayollar. Qo'rqib qolganidan keyin, o'shandan keyin erkak kishidan qo'rqqanidan keyin ayollar bilan faqat gaplashadigan bo'ladi-da, endi qandaydir qondirish jinsiy aloqa bo'lishi kerak-ku. Ayollar bilan jinsiy aloqaga o'tib ketadi. Ko'proq mana shu psixologik travma hisobiga shu narsa bo'lishi mumkin ayollarda. Bu ayollarga ko'proq orttirilgan bo'ladigan xos narsa, ya'ni travma. Ko'proq zo'rlanish deyiladi. Va keyingi savolimiz, uxlagan paytim qanaqadir jidkis, suyuqlik, sperma ajralib chiqyapti deb savol berishgan. Bu qanaqadir patologiyami, kasallikmi bu?
Tak, uyqu vaqtida bu pollyutsiya deyiladi. Ya'ni uyqu vaqtida sperma suyuqligidan chiqib ketishi. Bu normal holat, odatiy holat hisoblanadi va uyqu vaqtida spermaning chiqib ketishi ko'p kasalliklardan bizda asraydi. В основном o'smir yoshida bo'ladi bu narsa, chunki gormonlar pik darajada bo'ladi, testosteron pik darajada, jinsiy aloqa bo'lmaganidan keyin sperma uyqu vaqtida chiqib ketishi mumkin. Bu normal holat. Bu holatda bo'lmasligini o'zi ham kasallikka olib kelishi mumkin. Zastoyniy prostatit, zastoyniy явлениялар, ya'ni ushlanib, dimlanib qolish holatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu organizmda himoya reaksiyasi desang ham bo'ladi, ya'ni to'lib toshib ketgan bez suyuqliklarni, sperma suyuqliklarini chiqarib turish uchun. Bu normal holat, kasallik emas. Fiziologik holat. Xuddi shunday. Keyingi savolimiz 18+ videolarini ko'raman va men 5/1 ni ko'p qilaman. Tashlash iloji bormi va men pornografiyadan qutulish iloji bormi deb savol berishgan. Tashlab bo'ladimi buni o'zi? Qutulsa bo'ladimi 5/1 dan? Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Bu narsa endi qaram bo'lib qolish deyiladi. Ya'ni masturbatsiya 5/1 va 18+ video pornografiyaga qaram bo'lib qolish bu ham psixologik muammo. Aytganimdek, odatiy jinsiy aloqa bo'lmaydi. Jinsiy aloqa odatiy bu jinsiy aloqaga xohish bo'lmaydi, erektil disfunksiya bo'ladi, uyg'onmaydi ayol kishini ko'rganida hayotda, lekin video ko'rganda uyg'onadi. Shunchalik qaram bo'lib qoladi-ku, kuniga 2-3 marta masturbatsiya qilib chiqarib qolishga o'rganib qoladi. Bu narsani bitta yo'li bor. Butunlay ushbu narsadan uning uchun yosh yigitda yoki erkak kishida nima deydi, erkaklik stержень bo'lish kerak. Stержень deganda bu narsani hamma 18+ videolar, Instagramda, Telegramda, internetda izlamaslik, o'chirib tashlashlik, qizlarda hammasini blok qilib tashlashlik, masturbatsiya umuman qilmasligi kerak bo'ladi. Bu narsa ochlik, ya'ni organizmni ochartirish kerak. Ya'ni organizm, masalan, ayolingiz bo'lsa agar, faqat ko'zingizga, nazaringizga ayolingiz tushishi kerak. Boshqa ayollar tushmasligi kerak. Boshqa videolar umuman ko'rmaslik kerak. Ushbu narsani bajarish uchun erkak kishiga nima deydi? O'zini stержень, qanday desak bo'ladi? Erkak kishi o'ziga o'zi aniq qilish kerak-da, yo'q, qilmayman. Qat'iy qaror qilib bilish kerak. Qaroriga rioya qilib bo'lish kerak. Chunki masturbatsiya o'rganib qolgan xohish bo'ladi, masturbatsiya qilgisi kelaveradi. O'sha narsadan o'zini to'xtatib qo'y. Xuddi bir sigaret chekish, ichishni tashlashda bir narsa. Masturbatsiyani ham tashlash, o'ziga qat'iy qaror qilib qilmaslik. Faqatgina bitta yo'li shu. Uni kamgina xuddi bir dozasini tushirib, kamroq ko'rib, haftasiga 1-2 kunda bir unaqa narsa ishlamaydi. Yo qat'iy to'xtatasiz bu narsani, yoki butun umr qaram bo'lib qolasizda jinsiy aloqa qila olmaysiz. Tabiiy jinsiy aloqa. Vazbujday shu narsalari sotsial hammasidan qutulish kerak. Hammasidan yo'qotish kerak. Butunlay intoksikatsiya bo'lib ketgan-ku, butunlay yo'qotish kerak nazaridan. Faqat bitta ayol tushadigan bo'lish kerak, чтобы boshqa ayollarni ko'chada biron kiyingan, chiroyli qiyingan ayollar bo'lsa ham ko'zini olib qochish kerak. Nazariga hech qanaqa ayol tushmasin. O'shanda 1 hafta o'tadi, 2 hafta, 3 hafta o'tadi, o'shandan keyin asta-asta bu narsa tiklanib boshlaydi. Ya'ni tabiiy ereksiya tiklanadi, ertalabki ereksiyasi tiklanadi. O'sha ereksiya bo'lganda ayol kishini ko'rganda sal teginsa ham ayol kishi yoki o'zini ayol kishini teginganda uyg'onish boshlanadi. Bitta yo'li shu. Hech qanaqa dori darmon yo'q. Bu qat'iy intizom qaror. Oxiriga yaqinlashib qoldi savolimiz, ustoz. Mana bitta bola savol bergan, anonimni, kimligi aytmaymiz. Kuniga 3-4 marta masturbatsiya, ya'ni 5/1 qilaman, videolari ko'rmasam, qilmasam tura olmayman deb aytadi. Bu qanaqa, bu patologiyami yoki bir qanday shunday qutulsa bo'ladi? Endi bu yerda savol qanaqa bo'lishi mumkin? Tabiiy ehtirosi kuchli insonlar bor-da. Endi mijozi juda ham issiq, juda ham jinsiy aloqaga muhtoj bo'lgan juda ham shunaqa insonlar bor, erkaklar bor. Ularga jinsiy aloqa bo'lib turishi shart. Rostdan o'zini miyasini yo'qotadi, lekin bunaqa holatlar juda kam bo'ladi. Baribir bizlar nima deydi, ongli insonmiz, o'zimizni ushlab bilamiz. Bizlar nima deydi, maymunlardan, hayvonlardan farqimiz, biz o'zimizni tutib ushlab bo'lamiz. Endi shunaqa insonlar bor, shuni bahona qilib tutolmaydi-da, lekin bahonani orqasidan mana shu muammo orqasidan, bahona orqasidan mana shu 5/1 uryapman, men ilojim qolmadi. Unaqa insonlarni ichida anosi stержень, qat'iyligi past insonlarda unaqalar. Ya'ni sablaznga uchadigan insonlar, o'zini boshqara olmaydigan insonlar erkaklar hisoblanadi. Unaqa erkaklarga bitta nima taklif qilishimiz mumkin. Agar u masturbatsiyasiz yasha olmayman, uje kuchli qaramlik bu. Uje bu kuchli qaramlik, shu narsaga ishongan uje kasallik bu. Masturbatsiyasiz tura olmayman, 18+ video qilmasam, ko'rmasam tura olmayman degan insonlarga bitta taklif qilishimiz mumkin. Dorilarimiz bor.
Inhibitor 5 alfa reduktaz guruhdagi dorilarimiz bor. Ushbu dorilar testosteronni dihidrotestosteronga o'tishiga yo'l qo'ymaydigan mana shu reduktaza gormonini bloklaydi. Bloklaganidan keyin dihidrotestosteron bo'lsa, ereksiya bo'lmaydi, xohish bo'lmaydi. Mana shu xohishni o'ldirib berishimiz mumkin. Ya'ni jinsiy aloqaga xohish, ereksiya bo'lmagandan keyin ushbu odam masturbatsiyani ham tashlaydi, jinsiy aloqasi ham bo'lmaydi, ereksiyasi ham bo'lmaydi. Ana shunday qilib, asta 1-2 oy, 3 oylarda iste'mol qilgandan keyin, ereksiya bo'lmagandan keyin o'zi odatdan chiqadi-ku bu narsa. Odatda chiqarish kerak. Odatda chiqarish uchun 21 kun vaqt kerak. 21 kundan keyin o'zsa o'zi bu odat yo'qoladi. И все. Keyin уже tiklaymiz. U jinsiy o'zini dihidrotestosteron gormonlarini lecheniya orqali tiklab beramiz, bo'ldi. Keyin yana qayta tiklasa bo'ladi, to'g'rimi? 100%. 100% tiklasa bo'ladi. Mana so'z, savollarimiz ham tamom bo'ldi. O'ylaymanki, hamma obunachilarimizning savoliga, bizni kuzatuvchilarimiz savollariga javob berib o'tdik. Gapingiz bo'lsa marhamat. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Chaqirganlaringiz uchun ham rahmat. Aytib o'tganimizdek, ushbu video kimnidir kamsitish yoki ustidan kulish uchun emas, balki jinsiy bo'ladigan muammolar, erkaklarda ko'p bo'ladigan muammolar, savollar, seksopatologiyaga bog'liq bo'lgan savollarda ochiq-oydin gaplashib olib, savollarga javob berish bo'lib o'tadi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, tarqatinglar va obuna bo'linglar. Keyingi mehmonimiz ana urolog shifokor bilan qildik. Keyingi mehmonimiz sizlarni qanaqadir qiynaydigan savollar bo'lsa, yozib qoldiringlar izohlarda. Albatta ustozlarimizdan ruxsat olib, chaqirtirib, barcha sizlarni qiziqtiradigan va qiynaydigan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.